insonni bugungi kunini ikkita narsa fasodga uchratadi. O'tmishga bo'lgan pushaymon va kelajakdan bo'lgan xavotir, qayg'u. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Siz Allohga qaytish kanalidasiz. Bu yerda qalbni uyg'otadigan va iymonni mustahkamlaydigan nasihatlar topasiz. Endi esa birgalikda ma'ruzani tinglaymiz. Alloh azza va jalla Qur'oni Karimda marhamat qiladi. Astagfirullah. Ata amrullohi fala tasta'jiluh. Allohning farmoni kelib qoldi, bas sizlar uni shoshtirmay qo'ya qolinglar. Hodisalarni shoshiltirma, ulardan o'zib ketishga urinma. Axir sen onasini bachadonidagi homilani yetilmasdan avval tug'ilishini xohlaysanmi? Hali non pishib ulgurmasdan turib, uni tandirdan uzib olishni istaysanmi? Ertangi kun yo'q. Hali u yaratilgani yo'q. Uni rangi ham yo'q, shakli ham yo'q, ta'mi ham yo'q, vujudi ham yo'q. Yo'q u. Endi nima uchun uni bugun g'amini qilib, tashvishini qilib, bugungi kunimizni band qilishimiz kerak? Hali uni yaratilmagan musibatlari, gumon qilinayotgan hodisalarni boshimizga kiyib olib, nima uchun bugungi kunimizda g'amga kirishimiz kerak? Ular hali bormi, yo'qmi? Alloh u musibatlarni, biz gumon qilayotgan musibatlarni yaratadimi, yo'qmi? Buni hech kim bilmaydi. Ehtimol odamlar ertaga bo'ladi deb qo'rqayotgan, vahima qilayotgan narsalar ular o'ylagandan ko'ra yengilroq bo'lar yoki undan ko'ra yaxshiroq bo'lar. Muhimi u ertangi kun g'ayb olamida. U hali yo'q. Shuning uchun yo'q narsani g'amini qilib, bugungi bor kuningni fasodga uchratma, birodar. Ko'prikka yetmasdan turib, undan o'tishlikka urinma. Avval yetib boraylikchi. Ehtimol biz yetib borguncha ko'prik sinib yo'qib ketar. Ehtimol o'ylaganimizdan ko'ra yengilroq o'tib ketarmiz. Axir o'smagan terakka laylak in qurmaydi-yu, birodarlar. Shuning uchun kelajak haqida fikr yuritish uchun aqlga erk berish, g'ayb kitobini ochishga kirishib ketib, keyin kelishi kutilayotgan musibatlarni o'ylab vahimaga kirib qolish shar'an qoralangan ish. Ertangi kun hali yo'q. Kelajakdan qo'rqma. Sen o'ylagan vahima bormi, yo'qmi? Sen bo'lasanmi u kuni, yo'qmi, uni Xudo biladi. Shuning uchun birodarlar, bunday yo'l tutishlik aqlga to'g'ri kelmaydi. Aqlli odamning ishi emas. Odatda suvni ko'rgandan keyin odam o'tigini yechadi oyog'ini yuvish uchun. Suvni ko'rmasdan turib o'ti yechilmaydi. Albatta bu o'rinda birodarlar, ilmga asoslangan, hujjat dalili bor, aniq hisob kitoblari bo'lgan, hisob kitoblari aniq bo'lgan, ilmiy xulosalar bilan aytilgan narsalarga tayyorgarlik ko'rish bu boshqa masala. Masalan, ob-havoni sovuq kelishiga aytilmayapti. Bu ilmiy asoslangan, ilmiy dalillari bor gap. Mana siklon kelyapti, bunday bo'ladi, bir yil sovuq bo'ladi. Ko'mirda ertaroq harakatini qilinglar. Uylarda isishlikda paydo bo'linglar deb turib, hujjat dalillangan, ilmga asoslangan, isbot dalili bor. Xabar bo'lsa, bu kelajak haqida bir o'ylanib, uni tadbirini, chorasini ko'rishlik boshqa masala. Ammo odatda odamlar asossiz o'y-gumonlarga tayanib, vahimalarga beriladi-da, o'zlarini xorlikka ro'baro qilishadi. Bu dunyoda yashayotgan juda ko'p odamlar kelajakdan qo'rqadi. Och qolib ketishidan, kasalga uchrashidan, faqirlikdan, musibatlarga kelishidan qo'rquv bilan yashaydi. Binobarin bugungi kunni boy beradi. O'zi Tavrotda yozilgan ekan, kitoblarda keltiriladi. Tavrotda shunday deyilgan: "Aktsaru ma yuxof la yakun." Odatda odamlar qo'rqayotgan, sodir bo'lishidan qo'rqayotgan, vahima qilayotgan ko'p narsalar bo'lmaydi. Odatda odamlar vahima qilayotgan narsalarning ko'pi bo'lmaydi. Shu karantin arafasida birodarlar qaranglar-da, odam kulgin keladi-da, qilayotgan ishimizni ko'rib turib. Unlar ajiotaj bo'lib ketdi. Keyin nima bo'ldi? Joyiga tushdi. Vahima qilamiz ekanda. Allohga bo'lgan iymonimizning zaifligidan, qazoy qadarga bo'lgan iymonning zaifligidan inson ertaga nima bo'ladi degan vahima bilan, qo'rquv bilan yashar ekan. Ertaga nima bo'ladi? Aniq bilasizlar nima bo'lishini. Nima bo'ladi ertaga? Alloh aytgani bo'ladi.
bilasizlarmi shuni deb qo'yasiz, hech qanday chorangiz qolmaganda, lekin bu gapingiz o'ziga taskin bermaydi. Demak, iymon zaif, qadarga bo'lgan iymon sus. Ana shu odamlarning ko'pchiligi ana shu qo'rquv bilan yashaydida, naq bugungi kunni fasodga uchratadi. Bunday o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Qaytaraman, bu o'y tashvishlar shaytoniy madrasaning bergan ta'limi. Natijasi Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Astagfiru billah. Ash-shaytonu ya'idukumul faqr va ya'murukum bil fahsha vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla. Shayton sizlarni kambag'al bo'lib qolishingizdan qo'rqitadi va fahsh ishlarga buyuradi. Infoq ihson qilishdan kim to'sadi? Shayton to'sadi. O'zingchi deydi. Ehtiyot qilib olib qo'y, o'zingga kerak bo'ladi. Tomga olib chiqib qo'y. Kulasizlar-a? Tomga chiqingda juda ko'p narsa bor, kerak emas. Kimdir muhtoj shunga. Yangi qurilgan oilalar bor, gazi yo'q, xaladeni yo'q, sizda turibdi, duxovkasi yo'q, pechkasi yo'q, turibdi. Podvalga tushingda juda ko'p kerak emas narsa turibdi. Kerak bo'lib qoladi. Kerak bo'lib qoladi. To'g'ri aytyapmanmi? Esingizdan ham chiqib ketgan o'sha narsa, chiqib qarangda tomda mana bu yertaga borib turib. Shayton kambag'al bo'lib qolishidan qo'rqib, sizlarni fahshga va munkarga, gunohga buyuradi. Endi Alloh nimani va'da qiladi? Vallohu ya'idukum maghfiratan minhu va fadla. Alloh sizlarga o'z tarafidan mag'firat va fazlu karam, boylik va'da qiladi. Kelajakdan xavotirga soladigan narsa shaytonning vasvasasi. Ammo Alloh azza va jalla o'zi tomonidan fazlni va'da qilyapti, mag'firatni va boyligini va'da qilyapti. Alloh taolo aytayapti, birni bersang 10 ni olasan. Birni bersang 700 qilib yozaman savob deyapti. Lekin iblischi bu narsani qilmaslikka chaqiradi. Bunday odamlarni ko'p yig'lab yashaydi. Nima uchun yig'lab yashaydi? Chunki ertaga och qolishi mumkin, kasal bo'lib qolishi mumkin, 100 yildan keyin olam unday bo'lishi mumkin, unday bo'lishi mumkin. Mo'min odamni bu masaladagi e'tiqodi qanday bo'ladi? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va alam annama axtoka lam yakun liyusibaka." Bilginki, nima seni chetlab o'tgan bo'lsa, seni qo'lingga kelmagan bo'lsa, o'tib ketgan bo'lsa, bilginki taqdirda shu narsani seni qo'lingga kelishi yo'q edi. Kelmadimi? Demak, peshanangda yo'q edi ekan. Va ma asobaka lam yakun liyuxtiyaka. Endi seni ustingga nima kelgan bo'lsa, taqdirda shuni kelishi yozilgan edi. Yozilgan edi, dod desang ham, faryod desang ham keldi. Mana mo'minning e'tiqodi shunday. Alloh yozgan bo'lsa odamlar qo'rqib vahima qilayotgan narsani ustimizga kelishini, biz har qanday hiyla chora qilmaylik, baribir keladi. Endi agar yozmagan bo'lsa, kelmaydi. Shuning uchun musulmon odam ertaga unday bo'lar ekan, indinga bunday bo'lar ekan degan vahimalarga e'tibor qilmaydi. Birodarlar, taqdir. Osmonlar va yer yaralmay turib, bandalarning taqdirlari 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Taqdir qalami yozib bitganidan keyin 50 ming yil o'tib osmon bilan yer yaralgan. Tushunyapsizlarmi? Hali osmon yo'q edi, hali yer yo'q edi, hamma narsa bitilgan. Unda yozilgandan oshig'i ham bo'lmaydi, kami ham bo'lmaydi. Taqdir birodarlar, vasf bilan yozilgan, hukm bilan yozilgan. Vasf bilan yozilgan degani inson ana shu taqdirdagi vasf bilan yozilgan narsaga ta'siri bor. Hukm bilan yozildi degan qismiga ta'siri yo'q. Katabahu bil vasf la bil hukm deydi Imom Azam Fiqhul Akbarda. Bir insonning iymonli yoki iymonsiz bo'lishligi vasf bo'lib yozilgan. Ya'ni iymon yoki kufrni tanlash insonning ixtiyorida edi. Bu tomoniga inson ta'sir o'tkaza oladi. Uni oldida ixtiyor bor. Ammo hukm bo'lib yozilgan taqdir qanaqa taqdir? Erkak ayolligingiz, qaysi zamonda, qaysi makonda tug'ilishingiz, ko'zingiz rangi, bo'yingiz, sochingiz qalinligi, siyrakligi, bu hukm bo'lib yozilgan taqdir. Demak, taqdir hukm bo'lib yozilgani bor, vasf bo'lib yozilgani bor. Vasf bo'lib bilan yozilganiga biz qo'limizdan kelgancha sababini qilamiz, duo qilamiz. U yog'i Allohdan,
hukm bo'lib yozilganiga biz hech qanday ta'sir o'tkaza olmaymiz, birodarlar. Ma'qulmi? Hayoti o'zini qo'lida bo'lmagan odam, hayoti o'zini qo'lida emas, birovni qo'lida. Masalan, qulni oling. Qulning ixtiyori uning hojasini qo'lida. Uni tasarruf ham hojasini qo'lida. Endi bu qul o'zini ishini ustida g'am qilib siqilishligini foydasi yo'q. Chunki nima deb o'ylamasin, baribir hojasini aytgani bo'ladi. Undoq qilaman, bundoq qilaman deb reja tuzaveradi, qulini hojasi sotib yuboradi, bo'ldi. Ko'ring-da. Bu qul nima deb g'am tashvish qilmasin, nimalarni o'ylab fikr qilib yurmasin, farqi yo'q. Chunki ertaga hojasi sotib yuborsa, tamom, bu rejalari hech narsa bo'lmay qoladi. Bundan tashqari, birodar, ertani g'amini qilyapsan, kelajaging haqida xavotir qilyapsan, o'zing bormisan, yo'qmisan, shuni o'ylab ko'r. Kelajak haqida g'am qilib bo'lar ekanmi? Bo'ladi. Bo'ladi. Siz ta'sir o'tkazadigan ishlarga ajoyib gaplar bor, birodarlar. Bugungi kunini haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Diqqat qilinglar, qaytaraman. Bugungi kunining haqqini to'laligicha ado qilgan insongina o'zining kelajagidan yaxshiligini umid qilishi mumkin. Hech narsa qilmasdan yaxshi bo'lib ketadi bu yoq, Xudo xolasa desa bo'lmaydi. Sen o'zingga bog'liq bo'lgan ilmni ol. Yosh yigit bo'lsang, hunarni ol, mehnat qil. Hunar o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ilm o'rgatgan ustozingni rozi qil. Ularning muhabbatini qozon. Sendan sidq dildan rozi bo'lgandan keyin sen kelajakdan yaxshilikni umid qilishga haqqing bor. Astagfirullah. Qul innal amra kulluhu lillah. Ayting, hamma ish Allohga oid. Hamma ish kimning qo'lida? Allohning qo'lida. O'zini qachon o'lishini bilmaydigan odam erta indinni g'ami bilan ovora bo'lmasin. O'zini qachon vafot etishini bilmaydigan odam yo'q narsa bilan o'zini mashg'ul qilishi mumkin emas. Birodar, kelajakdan xavotirga tushma. Qazoga rozi bo'l. Chunki Allohning aytgandan boshqa hech narsa bo'lmaydi. Bu musulmonning aqidasi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Uhud g'azotida ana shu 50 ta kamonchi tushib ketganligi sababli mag'lubiyatga uchradilar. Musulmonlar mag'lub bo'lishdi. 3 kun o'tib Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, mushriklarni quvib orqasidan chiqinglar. Hamroul Asad degan joyga Rasululloh qo'shini bilan chiqib borib turdilar. Mushriklar yengdik deb xursand bo'lib ketishdi, lekin yarim yil o'tganda qarasa hech narsa qilishmabdi. Rasulullohni qatl qilishmagan, hech qanday g'anima olishmagan, Madinaga bostirib kirishmagan. Endi orqaga qaytamiz deb turgan paytda Alloh tomonidan buyruq bo'ldi, musulmonlar Hamroul Asadga chiqib borishdi. Aksariyati jarohatlangan. Shunda Alloh tomonidan buyruq keldi, musulmonlar Hamroul Asadga borib turdi. Quraysh mushriklari musulmonlar 3 kunda o'zini to'g'rilab, qo'shin bilan chiqqanligini ko'rib qo'rqishdi. Musulmonlar qaytib ketsa, bular ham ketib yuborsa, shu maqsadda bir odamni yuborishdi. U yuborgan odami kelib, Payg'ambarimiz Qurayshning ahvoli qanaqa deganida, u Rasulullohni qo'rqitish uchun, musulmonlarni qo'rqitish uchun odamlar ko'payib, katta qo'shin jamlab, yana ustinglarga kelyapti, qo'rqinglar dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hasbunallohu va ni'mal vakil dedilar. Allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan va qalu hasbunallohu va ni'mal vakil. Unday zotlarga ayrim kimsalar Quraysh odamlari sizlarga qarshi sanoqsiz lashkar to'plagan, qo'rqingiz deganlarida bu gap ularning iymonlarini ziyoda qildi va bizga yolg'iz Allohning o'zi kifoya. U zot eng yaxshi ishonchli vakildir. Birodarlar, bizning shiorimiz shu. Kelajakdan bizga yoqmaydigan xavotirli, vahimali xabarlar, sharpalar eshitilsa, hasbunallohu va ni'mal vakil deymiz. Bizning hisobimiz Allohning qo'lida, uning o'zi naqadar zo'r vakil. Yana qaytaramiz. Tavrotda aytilgan: "Aktsaru ma yuxof la yakun." Odamlar sodir bo'lishdan qo'rqayotgan narsalarning ko'p qismi bo'lmaydi. Xo'p,
vahimali, xavotirli xabarlar keldi. Nima qilish kerak? Undoq bo'larmish, bundoq bo'larmish. Avvalambor birodar shoshilma. Xotirjam bo'l, siqilma. Chunki hozir aytganimizdek, bunaqa vahimalarda ko'pi bo'lmaydi. Olimlardan biri aytgan edi, yozilgan bo'lsa qayoqqa qochay, yozilmagan bo'lsa nimadan qo'rqay? Agar taqdirdagi yozuvni kimdir o'zgartirishga qodir bo'lganida odamlar istashardi shu odamni. Minglagan yillar odamlar qidirib bir kun topishar edi. Xo'p, endi taqdirni o'zgartiradigan birorta odam yo'qmi? Nima deyish kerak unda? Astagfirullah va ufawwidu amri ilalloh innalloha basirun bil ibad. Men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Yodlab olinglar shuni ukalar. Va ufawwidu amri ilalloh. Men o'zim ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shu gapni gapirgan kishi Fir'avn xonadonidan bo'lgan odam edi, iymonini yashirib yurgan edi. Shu kishining so'zi bu. Men ishimni Allohga topshiraman, albatta Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Oyatning davomini qarang. Fawaqahullohu sayyiati ma makaru. Alloh uni, boyaga iymonini yashirgan mu'minni, ularning yomon makr hilalaridan saqladi. Fir'avnning yaqinlaridan bo'lib turib, iymonini yashirib, Allohga ishimni topshirdim dedi, Fir'avnning yomonligidan Alloh saqladi uni. Kelajak haqida bo'ladigan har xil qalbingga yoqmaydigan gapni eshitganingda, birodar, sen aytkinki, men o'z ishimni Allohga topshirurman, zero Alloh bandalarni ko'rib turuvchidir. Shuning uchun ertangi kunda kelguncha o'zini holiga tashab tur, birodar. Uni xabarlarini so'rab surishtirma. U bilan ovora bo'lmay tur. Chunki sen buguning bilan ovorasan. Hali kelmagan kunni, yo'q kunni g'amini o'zing uchun boshingga kiyib olma. Hali quyoshi ko'tarilmagan kunni g'ami bilan bugungi kunni band qilgan kishining ishi qiziq emasmi? Ikkita narsa insonni bugungi hayotini fasodga uchratadi. O'tmishiga pushaymon yeyishi, kelajakdan xavotir qilishi. Hali kelmagan kunni g'am qilishdan ehtiyot bo'l. Shu darslarni eshitib, ertasi kuni tatbiq qilishlikni boshlab, agar hayotingizga kirgizib olsangiz, o'zi 3 tasini qoyim qilib qo'ysangiz, shu sabablarni o'sha hayotingiz zo'r bo'lib qolganini sezasiz. Siqilishlar, qo'rquvlar, xavotirlar, asablar nima bo'ladi? O'rniga tushadi. Hadeb uspokaytini icha olmaysiz. Hadeb psixologga bora olmaysiz. Mana birodarlar, hammamizga ma'lum, odamlar orasida har xil mishmishlar tarqaydi. Maza bemaza gaplar, asosi bo'lmagan oldi qochdi so'zlar. Qayoqdan keladi ular? Bir o'ylab ko'rganmisizlar? Kim tarqatadi ularni? Kimlar shunga o'xshagan ishlar bilan band bo'ladi? O'ylab ko'rganmisizlar? Odatda bunaqa mishmishlarni, asossiz bemaza vahimalarni tarqatayotganlar bekorchilar bo'ladi. Bekorchilarning hunari g'iybat. Shunaqa maqol bor ekan. Bekorchining mehnati g'iybat, ya'ni qiladigan ishi g'iybat. Surishtirib ko'rsangiz, siz bu mishmishni falonchidan eshitdingiz. U falonchidan eshitdi. U falonchidan eshitdi. So'rab taqalab borsangiz, shu gapni birinchi bo'lib gapirgan odam o'sha siz bilan biz aytayotgan bekorchi odam bo'ladi. Shuning uchun maqolda aytiladi, bekorchining hunari g'iybat. Maqolda aytilinadi, bekorchidan el bezor, so'zidan ko'ngil ozar. Astagfirullah, radu bi an yakunu ma'al xavalif. Ular orqada qolganlar. Ana shu orqada qolganlar bilan rozi bo'lganlar. Alloh ularni dillarini muhrlab qo'ydi, bas endi ular anglamaydi. Zehn uchun, aql uchun eng xatarli bo'lgan narsa kishini ishsiz qolishi, kishini bekorchi bo'lib qolishi. Bu odamning holati katta tezlikda ketayotgan mashinani shofir uxlab qolgan. Shunga o'xshaydi. Mashina nima bo'ladi? Shofir uxlab qolgan, mashina o'ngga moyil bo'lyapti, chapga moyil bo'lyapti, lekin borib bir joyga kirib ketishi aniq. Bekorchi odam uxlab qolgan shofirga o'xshaydi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qolishidan ehtiyot bo'lgin. Pulingni olamasang ham ishlaver. Haqqingni bermayotgan bo'lsang bekor qolma, ishlaver. Chunki bermayotgan bo'lsa qiyomatga o'tdi. Bermayotgan bo'lsa eng kamida o'zingni bekorchilikdan saqlading. Ana shu qadimgi filosoflardan Buzurgi Mehr aytadiki, agar biron ish bilan bandlik
shijoat makoni bo'lsa, u holda bekorchilik fasodlar makonidir. Bir narsa bilan band bo'lib mashg'ul bo'lishlik shijoat paydo qiladigan o'rin bo'lsa, endi bekorchilik fasodni paydo qiladigan o'rin bo'ladi. Hakimlar aytishadi, bekorchilikdan saqlaning. Zero bekorchilik aqlni buzadi, zaif insonni yiqitadi. Undan tashqari bekorchilik birodarlar hamma yomonliklarning sababi. Qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Qaytarib aytaman, qayerda bekorchilik bo'lmasa, shu yerda yomonlik ham bo'lmaydi. Masalan, bir odamning farzandi aynib qoldi. Fe'l-atvori, yurish-turishi nima sababdan shunaqa bo'ldi, bilasizmi? Farzandingiz qachon noto'g'ri yo'llarga kirib qoladi? Bekorchi bo'lganida. Shuning uchun esi bor ota farzandlarini bekor qo'ymaydi. Yo bir maktabda o'qiyotgan bo'ladi, yo universitetda yo madrasada o'qiyotgan bo'ladi, yo bir hunarga berib qo'yadi. Yana shuni bilishimiz kerakki, birodarlar, bekorchilik shaytonning ekinzori hisoblanadi. Bekorchilik shaytonning ekinzori. Shayton u ekinzorda shayton yangi gunohlarni yetishtiradi. Endi bor gunohlarni esa rivojlantiradi. Shuning uchun birodar, bekorchi bo'lib qoldingmi? Tamom. Sen g'am qayg'uga, xavotirga, qo'rquvga, vahimaga tayyor turaver. Chunki bekorchilik seni g'am tashvishga, qo'rqinchli kelajak sari boshlaydi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Bekorchi aqllar iblisning ustaxonasi. Shu so'zni bir ma'nosini chaqib ko'ringlar-da. Bari maza-bemaza ishlar bekorchilardan chiqadi. Chunki bekor qoladigan bo'lsang, bu bekorchiliging senga o'tmishni va hozirni va kelajakni daftarni ochib qo'yadi-da, seni behalovat qiladi. O'sha paytda unday qilsam bunday bo'lardi, bunday qilsam bunday bo'lardi, seni gapimga kirmasligim kerak edi, endi nima bo'ladi va hokazo. Shuning uchun bekorchilikdan qutul birodar. O'zingga foydali bo'lgan ish bilan band qil o'zingni. Qalbing, jasading, borlig'ingni bo'sh qo'yma. Agar o'zingni band qilmasang shunday ish bilan, biz yuqorida aytib o'tgan kasallarga albatta duch bo'lasan. Chunki koinot bo'shlig'ini qabul qilmaydi. Koinot vakuumni ko'tara olmaydi. Bir joydan bir narsa ketsa, o'rniga boshqa narsa albatta keladi. Agar bir joyda xayriyat, salohiyat to'xtab tugab qolsa, bo'sh qolsa, uni fasod egallaydi. Yana maqolda aytilar ekan, baxt yalqovga begona. Baxt yalqovga begona. Yalqov odam baxtli bo'la olmaydi. Ahmoqni kulgusi ko'p, dangasani uyqusi ko'p. Ana shu g'arblik tabiblardan bittasi, mashhur tabiblardan bittasi inson nima uchun yashaydi deb nomlagan kitobida shunday deydi. Tabib aytayapti, tajribasi katta bo'lgan tabib. Shifokorlik tajribamga tayanib aytamanki, ikkilanish, shubhalanish va xavotir sababli qaltiroq kasalga duchor bo'lgan kishilar biron ish bilan band bo'lishsin. Chunki ish vaqtida paydo bo'lgan g'ayrat, shijoat insonga o'ziga bo'lgan ishonchni keltirib chiqaradi. Qo'rquvdan, vahimadan, xavotirdan qaltiroq bo'lib qolar ekan, insonda shunaqa kasal bo'lar ekan. Endi bu kasaldan qutulishning yo'li nima ekan? Fa iza qudiyatis solatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Endi qachonki namoz ado qilinsa, juma namozi, yerda tarqalib Allohning fazli marhamatidan rizq-ro'z istavringlar. Ya'ni juma namozini o'qigandan keyin harakat qilinglar deyapti Alloh taolo. Fantashiru, tarqanglar deb aytayapti. Birodarlar, bekorchilik bu inson o'zini o'zi qatl qilishligi. Bekorchilik bu suitsid, maxfiy o'lim. Uxlatuvchi dori bilan o'zini joniga qasd qilish. Bekorchilik narkoz birodarlar. Mana bilasizlar, Lev Tolstoy degan bir yozuvchi bo'lgan. Shu odam bir ajib so'zi bor ekan. İnsonlarda har xil tushunchalar bor. Biri to'g'ri, biri noto'g'ri. Bu mutafakkir aytadiki, noto'g'ri tushunchalarning eng hayratlanarlisi qaysi? Insonning baxti hech narsa qilmaslikda degan tushuncha. Bir odamni qo'lida katta dunyosi bor, hech narsa qilmaydi. Faqat yeydi, ichadi, uxlaydi, maza qiladi.
shu odamni baxtli deyish bu eng katta xato. Bu noto'g'ri tushuncha deb aytayapti. Chunki birodarlar, hech narsa qilmayotgan odam garchi u boy bo'lsa ham, to'rala tomoni qibla bo'lsa ham, uni baxtli deb bo'lmaydi. Uni baxtli deb o'ylash noto'g'ri. Bunday hayot insonni zeriktiradi. Ana Elon Musk degan bor, bilasizlar, 300 milliarddan oshiq puli bor. O'sha odam oyog'ini osmondan qilib yotsa bo'laveradi, lekin ishlayapti u. Marsga chiqib, Marsda shu fath qilishlik harakatida, uchirayotgan raketalarni chiqib, qaytib yerga tushishlik harakatida nima bilandir shug'ullanyapti, mashg'ul. Birodar, bekarchilikdan o'zingizni saqlagin. Ana shu Skandinaviya o'lkalari Yevropani o'zida ham eng boy mamlakatlar hisoblanadi. Ishlamaydigan odamlarga katta miqdorda pasobiya pullari beriladi. Turmush tarzi juda ham baland, ammo ayni ana shu Skandinaviya o'lkalarida suitsidni miqdori juda ham katta. O'zini o'zi qatl qilganlarning eng ko'pi ana shu Skandinaviya o'lkalarida. Nima uchun? Zerikkan bular. Demak, birodarlar, baxt bekarchilikda emas. Garchi u bekarchi odam boy bo'lsa ham. Inson tirik bo'lish kerak, inson harakatda bo'lishligi kerak. Bekarchilik shunday bir azobki, bu azobni Xitoy mahbuslarga beradigan jazoga o'xshatsak bo'ladi. Mahbus bog'lab qo'yiladi, o'tkizibmi, tikka qilibmi, boshini ham bog'lab qo'yadi, qimillolmay turadi. Hatto boshini qimillata olmaydi. Shunda boshidan suv tomizib qo'yadi. Chiq, bitta tomchi tushdi. Oradan bir muddat o'tdi, chiq, ikkinchisi tushdi. 1 minutda 2 ta, 1 minutda 3 ta tushadi. Bitta tushdi, 2 ta tushdi, 30 ta tushdi, 100 ta tushdi. Har tomchi tushgan sari boshni yorib yuborgidek azob mashaqqat bera boshlaydi. Keyingi tomchini tushishini kutib, shuni asnosida boyaga mahbus jinni bo'lib qoladi. Jinnilikka mubtalo bo'ladi. Tushunyapsizlarmi birodarlar? Bekarchilikdan o'zinglarni saqlanglar. Biladi bekarchi? Ha, men shu 500 so'mdan kuniga ishlaymanmi deydi. Ishlab tur, bekar o'tirgan. Bekar o'tiribdi. Bekar o'tirgandan ko'ra bekar o'tiradi-da. Ya, men ishlamayman. Yana ishtahosi baland, o'ziga samatsenkasi baland. Ha, men shu ishni qilaman ekan. Ha, o'zingizga ayting, ish qilsin. Turaveradi. O'zi asli shunaqa farzand ota-onaning mevasi. Hamma yo'qda ota-ona o'zi qilib o'rgatib qo'ygan bo'ladi. Bola tambal bo'lib qo'ygan bo'ladi. To'g'rimi? G'arb mutafakkirlardan biri aytadi, agar baxtim chopganida yoki omadim yurishib ketganida deb o'tirib olib vaqtni bekor o'tkazishlik baxtsizlikning naq o'zidir. Ishlarim yurishib ketsa, omadim chopib ketsa deb bekor o'tiribdimi, shu odam naq baxtsiz odam bo'ladi. Hayolga berilib o'tirmasdan harakatga tushish. Shunda birodar, qoning yaxshi aylanib, miyangga bir yaxshi fikrlar keladi. Yangi hayot aqlingdan ikkilanishni tezda ketkazadi. Ishla, davomiy bo'l. Bor bo'lgan dorilarning eng arzoni va eng afzali shu. Tushunarlimi? Bor bo'lgan va samarali bo'lgan eng arzon va eng afzal dori mehnat qilish. Estağfirullah. Va qul i'malu fasayarallohu amalakum va rasuluhu val mu'minun. Alloh taolo aytadi, ayting, amal qilinglar, ishlanglar, ya'ni turib olmanglar. Bas Alloh, uning payg'ambari va mu'minlar qilgan amallaringizni ko'rib turar. Birodar, ba'zida ishni ko'pligidan charchab malolanib ketasan. Bir yorug' kun ham bormikin, ish, hech ham bo'shamaysan. Birodar, ishingni ko'pligi baxt. Ishni ko'pligi muammo emas, ishni yo'qligi muammo. Bekarchilik muammo. To'g'rimi? Yurting tinch, taning sog', mehnatingga pulni berib turishdimi, ishlab maza qilmaysanmi? O'g'il bola, peshanang tellab, yengini shimarab, bir ketmon chopmaysanmi chiqib turib? Ya, bekor o'tiraveradi. Birodarlar, Ibn Sino bu ulug' tabib nima degan? Bekorchilik nafaqat jaholatni keltirib chiqaradi. Ayni paytda u kasalliklarning paydo bo'lishiga sabab bo'ladi. Bekarchi odamni kasal bo'lishi ham ko'p bo'ladi.
Rohat, huzur, halovat bekarchilik g'aflatdir. Bekorchilik mohir o'g'ridir. Aqling esa o'sha vahimali urushning o'rtasida qolgan o'lja nishondir. Agar birodar bekor qolgan bo'lsang, shart o'rningdan turda namoz o'qi. Tasbih ayt, istig'for ayt, takbir ayt, zikr bilan mashg'ul bo'l, kitob o'qi. Yoz, uyingni, xonangni tartibga keltir, kimgadir foydang tegsin, bekorchilikni o'ldir. Qaraganda, uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. Ikkita mardikor olib kelsam, 1000 so'mdan bersam, agarot chopib, tekis agat olib beradi. Bizning tanish manzarami? O'zi men yo'q o'zi. O'zi hemiri yo'q. Qaraganda uyingda sen qilishing kerak bo'lgan ish to'lib yotibdi. O tomda ichiga chiqqanda tartibga keltirish kerak. Padvalingga tushganda u ham shu tartib kerak bo'ladi. Qaysi asbob qayerda turibdi bilmaysan. Ko'changdagi ariq, eshiging tagidagi ariq tozami? Daraxtlaring sen o'zing xohlaganda chiroyli suratdami? Birodarlar, musulmon odam bekarchi bo'lishi mumkin emas. O'tirmaysizmi dada, sizga nima deysiz? Yo'q, u mehnat qilib o'rgangan. Mehnat bilan o'zini tirik his qiladi. Mehnat bilan o'zini baxtli his qiladi. O'shuning uchun ketvonda olib sekin daraxtlarni tayin chopayotgan, agar to'rlayotgan, daraxtlarda putayotgan. To'g'rimi? Ular mehnat qilib o'zini saodatli his qiladi. Pensiyaga chiqqandan keyin o'tirib ko'rdi. 1 yil yarimga o'tiruvdi, bo'lmadi. O'shuning uchun mehnat qiladi qarilar. Tushundinglarmi endi ukalar? Komil, mukammal insonni hayot yo'lida 3 ta dushman kutib turadi. Bekorchilik, boylik, mashhurlik. Bekorchilik, boylik, mashhurlik. Komil insonni yo'lida shu narsa turadi. Ular qaroqchiga o'xshab unga hujum qilib, unda hayotidagi eng yaxshi narsani olib qo'yishni xohlaydi. Nimani desa, mehnatsevarligini. Ertadan turasiz a? Do'konga borib, ishing bor, do'koning bor, oladigan oyliging bor. Maza qilib deb turadi. Ochaymi, ochmaymi? Havoga qaraydi. Mana shu yelkasiga shayton o'tirib olgan odam. Birodar, sen ertalab uyingdan chiqqaningda bismillah deb ibodat bilan mashg'ul bo'lyapsan hozir. Chunki shu mehnatni qilishing, shu tirikchilikni qilishing, shu pulni olib topishlik uchun ishlashliging ibodat bo'ladi. Hayot arzimaganligi sababli juda ham qisqa. Shuning uchun mana shu qisqagina hayotingni birodar bekorchilikda o'tkazib yuborma. Yoshlar, yo ilm olinglar, yo hunar olinglar. Yoshlikni bekorlik bilan o'tkazmanglar. Yoshlik ham qisqa. Yoshlikni bekorchilik bilan o'tkazmanglar. Agar yoshlikni huzur halovat bilan, bekorchilik bilan, o'yin kuni bilan rohat bilan o'tkazsanglar, qariganinglarda mehnat mashaqqatga qolasizlar. Astagfirullah. Kam labithtum fil ardi adada sinin. Qalu labithna yawman aw ba'da yawm fas'alil 'adin. Alloh taolo qiyomat kunida so'raydi kofirlardan. Yerda necha yil turdinglar? Kofirlar 1 kun yo yarim kun. Sanab turgan farishtalaringdan so'ra. Alloh taolo aytadi: Qala illa bithtum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Alloh dedi: Agar sizlar biladigan bo'lsangizlar, dunyoda juda oz turdingiz. Ya'ni sizlar uzoq degan hayot juda ham qisqa edi. Birodar, biz sizlarga bir ishonchli nasihat go'yimiz. Yunon hakimlari qo'rquv va xavotirga o'xshash psixologik kasalliklarga duchor bo'lgan kishini davolash uchun dalaga haydashib yuborardi, bog'larga haydashib olardi, majbur ishlatishardi. Va mana shu ishlashlik jarayonida tez orada shu kasal yana xotirjam va tinch bo'lib qolardi. Stress bo'lyapsizmi? Asabingiz tarang bo'lib ketdimi? Ketmonni ko'tarib chiqing tolaga. Chiqing o'sha bog'bonni oldiga borib, xizmat bo'lsa aytayman, ishlayman deb. Shu zo'r lecheniya. Xullas, asabi tarang bo'lgan, nervli bo'lib qolgan birodarlar bormi? Endi sizlar o'zingizlardan so'raylar, shunga o'xshagan mehnatim bormi? Shat chiqib mashinangizni o'zingiz yuving. Shat agarotingizni o'zingiz choping. Daraxtlarni o'zingiz qirqing. Tugadimi uyda ish? Chiqing tolaga. Abedgacha ishlab qaytib keling-da, uyqu ham zo'r bo'ladi-chi, tolada ishlaganingizdan keyin. Bilasizmi? Tolada ishlaganlar biladi buni. O'sha qattiq non bilan sovuq suv shunaqa shirin o'tadi va abedda shunday tutko'cha tutaga borib boshni qo'yasiz. Ana lecheniya.
Tushunarlimi? Asabi tarang bo'lgan odamlar shu tolaga chiqib ishlash kerak. Bu meni gapim emas bu. Undan tashqari o'qishni, o'rganishni yaxshi ko'radigan insonlar hech qachon bekorchi bo'lishmaydi. Kitob o'qiydi. Ilm o'rganadi, chiqib hunar o'rganadi. Qarangda, demak, yalqovlar bekorchi bo'lishar ekanda. Yalqovlar bekorchi bo'lishar ekan. Ish harakat pichog'i bilan bekorchiligini birodarlar so'yib tashla. Mana shu narsani o'zi bilan sen 50% ga baxtli bo'lasan. Tabiblar kafolat berishadi shu narsaga. Dalil dehqonni qarangda. Bog'bonni qarangda. Quruvchini qarangda. Navoiyni qarangda. Qo'shiq xirgoyi qilib, kayfiyati choq, o'ylanishga, siqilishga vaqti yo'q yurishadi. Jismoniy mehnat bilan mashg'ul bo'lgan odamlar baxtiyor, saodatli, xotirjam bo'ladi. Qarangda, harakatlari, shijoatlari sababli tanasida quvvat bor, ruhida xotirjamlik bor. Chunki ularda bekorchi vaqt yo'q. Chunki ular nimalar bilandir ovora, foydali narsa bilan band, rejasi bor, ishi bor. Sen bo'lsang birodar, ilon chaqib olgan odamdek to'shagingda ko'z yoshini artib, ming'illab o'tiribsan. Bekorchilikni mehnat degan pichoq bilan so'yib tugat. Birodar, unutma, ochlikdan keyin to'yishlik bor. Chanqoqdan keyin qonishlik bor. Bedorlikdan keyin uyqu bor. Kasallik, bemorlikdan keyin tuzalishlik, ofiyat bor. Astagfirullah. Fa'asallohu an yatiya bil fathi. Shoyat Alloh g'alaba bersa yoki o'z huzuridan biror buyruqni berib qolsa. G'oyiblar qaytib keladi. Adashganlar yo'lini topadi. Mashaqqatga kirganlar bir kun kelib qutuladi. Zulmat, qorong'ulik ham bir kun albatta tarqaydi. G'amga botib qolgan kishi yaqinda yorug'lik tezligida keladigan farajni kutsin. Birodarlar, tun o'zini eng qorong'u lahzasiga yetdimi? Bas, undan keyingi lahza yorug'likka, tongga qarab yurishlik bo'ladi. Tunni eng qorong'u qismini soat necha bo'ladi? 3 deylik. Ha? 3 bo'ldimi? Cho'qqisiga chiqdimi qorong'ulik? Endi 3 dan 1 sekund o'tdi, endi yorug'likka qarab yuradi. Agar birodar oldingda uzundan uzun sahroni ko'rib turgan bo'lsang, bilginki, uni ortida albatta yam-yashil vodiylar, bog'lar, soya salqinlar bor. Arqon birodar tortilib taranglashdimi? Demak, uzilishga oz qoldi. Mashaqqatlar cho'qqisiga, bizning tilda pikiga yetdimi? Endi buni bu yoqqa yengillikka yurishlik bor. Alloh azza va jalla bu borliqni qanday yaratdi? Bu borliqda yig'i bilan kulgu birga bo'ladi. Dard bilan shifo birga yuradi. Xavotir bilan xotirjamlik doim yonma-yon turadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Va annal faraja ma'al karbi va anna ma'al usri yusra." Albatta qayg'u bilan birga xursandchilik bor, qiyinchilik bilan birga yengilchilik bor. Boshing og'riyotgan bo'lsa, birodar, tishing, quloqing, ko'zing, boshqa a'zolaring sog' turibdimi? Boshing og'riyotganda bitta mashaqqat bo'lsa, oldida 5 ta yengillik turibdi. Agar ishing yurishmayotgan bo'lsa, taning sog' bo'lib turibdi, yurting tinch turibdimi? Demak, bitta mashaqqat bor, oldida 2 ta yengillik bor. Shuning uchun mashaqqat bilan yengillik, ya'ni mashaqqat bilan birga yengillik bo'ladi degani ma'nosi shu. Sen faqat bitta mashaqqatni ko'rasan-da, oldidagi 10 ta yengillikni ko'rmaysan. Mana shu yengilliklarni ko'rishni o'rgansang, ustingda turgan mashaqqat, mehnat yengil bo'ladi. Birodar, soching to'kilyaptimi? Tishing to'kilmayapti, to'g'rimi? Ha? Tirnoqlaring to'kilib ketmayaptimi? Shuning uchun bitta mashaqqatni oldida albatta bir qancha yengilliklar bo'ladi, faqat shu narsani ko'rishni bilishligimiz kerak. Shuning uchun birodar, faqatgina yo'q narsanga qaravermasdan bor narsaga ham qarashni o'rgan. Holing ancha yaxshi. Ibrohim Halilullohni olov kuydirmadi. O'tkirg'itishdi. Lekin u davrda o'tkirg'itgan paytda Ibrohim Halilullohni Alloh taoloning Rabboniy inoyati o'rab turgan edi. Shuning uchun o't kuydirmadi. Qulna ya naru kuni bardan va salaman ala Ibrohim. Biz aytdik deydi Alloh taolo, ey o't, Ibrohimga sovuq bo'l, salomat bo'l. Alloh azza va jalla rioyasi, inoyati bor mu'minlarga. Kalimulloh Musa alayhissalom u kishini dengiz cho'ktirmadi.
Dengizga kelib qoldi yahudlar bilan. Ularning orqasidan quvib Fir'avn keldi katta qo'shini bilan. Shunda yahudlar tamom, tutildik, halok bo'ldik deyishdi. Lekin Musa alayhissalom nima dedi? Kalla inna ma'iya robbi sayahdin. Yo'q, men bilan birga Parvardigorim bor. Albatta u meni bir yo'lga boshlar. Alloh taolo qanaqa yo'lga boshlab qo'ydi? Birodar, musulmon banda uni ustiga kelayotgan musibatlar, mashaqqatlar ham Alloh taoloning taqdiri ekanligini bilishlik kerak. Bu mashaqqatlar anbiyolarga ham kelgan. Nimaga kelgan ularga? Robbilari haqidagi gumonlarini sinashlik uchun. Alloh taolo aytadi: "Men bandamning gumonidaman. Men haqimda qanday gumon bo'lsa, shundayman" deydi. Yordam beradi deb gumon qilsa yordam beradi, meni tashab qo'ydi desa tashab qo'yadi. Alloh duoyimni ijobat qiladi deb aniq gumon qilib, aniq ishonib Allohga duo qilsa, duosini ijobat qiladi. Meni duoimni eshitarmikin deb ikkilanadigan bo'lsa eshitmaydi. Payg'ambarlarga ham sinov kelgan birodarlar. Robbilar tarafidan kelgan yengillikni kutadimi, kutmaydimi? Mana shu sinovni ular boshlaridan o'tkazishgan. Shuning uchun ustinga musibat keldi. Bitta mashaqqat, bitta musibat. Lekin yonida Robbingga duo qilish imkoniyating turibdimi? Demak, bitta mashaqqatni oldi, bitta yengillik turibdi. Bitta musibat keldi, bitta mashaqqat keldi. Iymoning salobatmi? Iymoning salomat. Duoying ijobat bo'lishiga ishonching bormi? Bor. Shuni o'zi mashaqqatni oldida bir qancha yengilliklar bor ekanligini bildirmayaptimi? Birodarlar, musibat bor, yonida duo bor. Musibat bor, yonida iymon bor. Musibat bor, yonida sabr qilsang ajr olishga umiding bor. Musibat bor, yonida sog'liging bor, oilang bor, yori birodarlaring bor. Musibat bor, atrofingda shu musibatni yengishlikka senga yordam beradigan birodarlaring bor. Birodarlar, inna ma'al usri yusra. Albatta, bitta mashaqqat, qiyinchilik bilan bir qancha yengilliklar yonma-yon turadi deyapti. Shu yengilliklarga qarashni o'rganaylik, shunga odatlanaylik. Ma'sum zot sallallohu alayhi vasallam g'orda o'zining do'sti Halili Abu Bakr Siddiq bilan o'tirar ekan, mushriklar g'orda og'ziga kelishdi. Abu Bakr Siddiq Rasululloh bilan g'orda o'tirar ekanlar, ularning oyoqlarini ko'rib turardi. Shunda yig'ladi. Abu Bakr Siddiq yig'ladi. Qo'rqdi, xavotir qildi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, nimaga yig'layapsiz?" "Ya Rasululloh, agar oyog'ini ostiga qarasa, engishib g'orda ichiga qarasa ko'rib qolardi bizni" dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? "Ma zannuka ya Abu Bakr bi ithnayn, Allohu salisuhuma." Uchinchi she'riga Alloh bo'lgan ikkita odam haqida qanday gumondasiz? Ana birodar, musibat, mashaqqat turibdi, lekin Robbisiga bo'lgan iymoni bor payg'ambarimizning. Parvardigori saqlashligiga bo'lgan ishonchi bor. Ana bitta mashaqqat oldidagi qancha yengilchilik. Shunda ularga Alloh tomonidan xotirjamlik keldi, g'alaba keldi, Alloh saqladi. Astagfirullah. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha, sayaj'alullohu ba'da usrin yusra. Mana bu oyat ham sen bilan menga birodar bashorat. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengilchilik bo'lar ekan. Bitta qiyinchilikni oldida 3 ta, 4 ta, 5 ta yengilchilik bo'lar ekan. Endi bitta mashaqqatdan keyin ham ko'p yengilliklar bo'ladi. Tushunyapsizlarmi? Problema bitta, yonida 4 ta yengillik bor. Problema bitta, problemadan keyin 10 ta yengillik bor. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin yengillik, boylikni ham paydo qilur. 5 yil, 10 yilda buyog'ida, 20-30 yilda buyog'ida qo'lida davlat to'plangan birodarlar, eslanglar-da. Shu davlat kelmay turib yo'q edi. Eplab tirishchilik qilib zo'rg'a kuningizni o'tkazgansiz. Ko'tini ko'tiga ulab, uchini uchiga ulab. O'sha kunlar bor edi, o'tib ketdi-da, endi esimizdan chiqib qoldi. To'g'rimi? 10 ming dollar bo'lsa yetadi degan kunlaringiz bo'lgan. Hozir o'sha 10 ming dollar yo'q odam aytadi, 10 ming bo'lsa yetadi deydi, xotirjam bo'laman deydi. 10 ming bo'lgandan keyin yetmagan. Keyin 100 ming berdi. O'sha 10 mingni so'ragan payti esdan chiqib qoldi. Inson esdan chiqarib qo'yadi. Bitta mashaqqatning oldida bir nechta yengillik bor va bitta mashaqqatdan keyin ham bir qancha yengilliklar bo'ladi. Faqat qaysi tomonga qarashni bilaylik birodarlar.
bugungi kunini, naqd kunini bandalari, hozir naq bo'lib turgan rohatini qullari, bunaqa odamlarni boshiga ozgina sinov mashaqqat kelib qolsa, faqat siqilishni ko'rishadi. Faqat baxtsizlikni ko'rishadi. Chunki bular mana shu o'tirgan xonasini devoriga qaraydi, hovlisini darvozasiga qaraydi. U hovlini tashqarisiga nazar sola olmaydi. Bunaqalar oyog'ini tayinila ko'radi, sal nariroqni ko'ra olmaydi. Agar bunaqa gumrohlar ana shu to'siqni orqasiga ham qarab ko'radigan bo'lsa, mashaqqatlarning orqasida yengilliklar borligini ham tushunishar edi. Birodarlar, qiyinchilik, mashaqqat va musibatning orqasida mashaqqatlardan keyin ham bir narsa bor. Bu mushkulalar doim bo'lmaydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Yomg'ir abadiy yog'maydi. Mana shu narsalarga bu gumrohlar e'tibor bera olmaydi. Xandaq g'azotini ko'ring. Musulmonlarning ustiga Madinada turgan paytlarida kelgan mashaqqatning eng og'iri bo'ldi. Madinaga hijrat qilib kelib, musulmonlar ustiga tinimsiz mashaqqatlar, tinimsiz sinovlar, qiyinchiliklar. Ana shu cho'qqisi mashaqqatlarning Xandaq g'azoti kuni bo'ldi. Madinaning shimol tarafiga Quraysh mushriklari 10 ming kishilik qo'shinni yig'ib kelib joylashtirishdi. Musulmonlar Xandaq qazib himoyalanishga majbur. Orqa tomondagi Banu Qurayzaning xiyonati ma'lum bo'lgandan keyin Rasululloh bilan Xandaqni qazigan 3000 ta odamdan faqatgina 300 ta odam qoldi Rasulullohning oldida. 3000 ta turuvdi 10 ming tani oldida. Lekin Banu Qurayzaning xiyonatidan keyin Rasulullohning oldida 3000 tadan 300 ta odam qoldi. Mana endi 300 ta odamning ustiga shunaqa mashaqqat keldi. Qattiq sovuq, qo'rquv, xavotir, ochlik mashaqqatni cho'qqisiga yetildi. Keyin nima bo'ldi? 1,5 oy qamal qilib turishdi. 1,5 oy. Ammo bu sahobalar Allohning va'dasiga, Rasulullohning va'dasiga ishonishdi, sabr qilishdi. Mushkulaning eng cho'qqisi, muammoning eng kattasi qarshisida sobit turishdi. Natija qanday bo'ldi? Lam yanalu khayro. Alloh taolo ana shu mushrik bo'lgan kimsalarni noumid qaytardi. Hech qanday yaxshilikka erishmadi, qaytib ketishdi. Xandaq g'azoti nihoyasiga yetganidan keyin Rasululloh aytdilar: "La yaghzunana ba'dal yawm." Endi buni bu yog'iga biz ustimizga qo'shin tortib kelisha olmaydi ular. Ana mashaqqat cho'qqisiga chiqdi, endi qaytdi. Shuning uchun aytyapmiz-da, yomg'ir abadiy yog'maydi. Bu ustingda turgan mashaqqatlar abadiy bo'lmaydi. 1 oydir, 1 yildir, 2 yildir, 5 yildir tugaydi. Faqat nima qil? Shu mashaqqatda turganingda yengilliklarni ko'rishni o'rgan. La yukallifullohu nafsan illa ma ataha. Alloh hech bir jonni o'zi unga ato etgandan boshqa narsaga taklif qilmas. Alloh tanglik, kambag'allikdan keyin boylikni, yengillikni ham paydo qilar. Mana shu qiyinchilik va yengilchilik haqida sahobalarning bir qancha so'zlarini o'qiymiz. Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu aytadi: bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi. Aytdik-ku, bitta mashaqqatning oldida eng kamida 2 ta yoki 3 ta yengillik bo'ladi. Endi bitta mashaqqat ikkita yengilligini yenga olmaydi, deyapti. Ummatning donishmandi bo'lgan Abdulloh ibn Abbos roziyallohu anhu. Abdulloh ibn Mas'ud roziyallohu anhu aytadi: agar bitta mashaqqat bir kavakka kirib ketsa, yengillik quvib uni orqasidan albatta kiradi. Yengillik 2 ta bo'ladi yo 3 ta bo'ladi. Ibn Mas'ud yana aytadi: agar bir mashaqqat kavakka kirib olsa, uni ortidan yengillik kiradi-da, uni u yerdan haydab chiqaradi. Faqat musulmon odam e'tiqodi shunday bo'lishi kerakki, mashaqqatning oldida yengilchilik bor. Mashaqqatdan keyin ham yengilchilik bor. Faqat uni ishi sabr qilib, iymon keltirib, duo qilib kutishi. Shoyat bundan keyin Alloh yengillikni ato qilsa. Mana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bas albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Yana takrorlanyapti shu so'z. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga bir yengillik ham bordir. 2 marta takrorlayapti. Bu oyatda musulmon kishiga bashorat bor. Qiyinchilik davomiy bo'lmaydi. Doim yengillik yonida bo'ladi. Surada Alloh subhanahu va taolo mana shu ma'noni 2 marta takrorladi. Ta'kidlab aytdi. Mashaqqat bitta deb zikr qilindi, ammo yengillik esa nakira qilib zikr qilindi. Nima degani?
bitta emas degani. 2 ta, 3 ta, 5 ta, 10 ta. Ma'qulmi? Bitta mashaqqat bor, yonida son sanoqsiz yengilchiliklar bor. Qoida: yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat hisoblanadi. Yengilligini kutib yashash eng yaxshi ibodat bo'lib hisoblanadi. Bo'ldi endi, tugadi endi, tugadik. Biroq uni yupatishga harakat qilsa, u tushkunlikka tushaveradi. Ya bo'ldi, tunadi, men o'sha tugadim, bo'ldi, menda xodim. Nimaga yashayapsan? Umid qilyapsan, shuning uchun yashayapsan. To'g'rimi? Umiding bor-da. Kunlar almashib turadi, birodarlar. Zamon o'zgarib turadi. Zulmatdan keyin keladigan yorug'lik bor. Tundan keyin keladigan tong bor. Hakim bo'lgan Alloh subhanahu va taolo har kuni bir faoliyatda. Kimnidir ko'taradi, kimnidir tushiradi, kimni boy qiladi, yana kimni kambag'al qiladi. Shuning uchun birodar, siqilma. Davomul hali minal muhal. Holatni doim bir xil bo'lishi mahol. Ishlaring yurishib turibdimi? Doim bir xil bo'la olmaydi. Bir kun tushishi bor. Ishlaring yurishmayaptimi? Doim bir xil bo'la olmaydi. Bir kun yurishib ketishi bor. Bas, albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik ham bordir. Albatta har bir og'irlik, mashaqqat bilan birga yengillik bordir. Xulosa, biz ustimizga kelgan bitta mashaqqatni o'ziga tikilib tura olmasdan, yonida turgan bir qancha yengillarga qaraylik, bitta mashaqqatni yengishimiz oson bo'ladi. Bitta mashaqqatga qarab tikilib, bo'g'ilib, siqilib dard oshirmaylik. Chunki uning oldida bir qancha nima bor? Yengillik bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, odamlarning aziyatlariga chidab, ularga aralashib yurishlik, ularni aziyatlariga chidamasdan ajralib yurishlikdan ko'ra yaxshiroq. Ya'ni musulmon odam jamoatchi odam bo'ladi. Jamiyatning ichida yuradi. Jamiyatga foydasi tegadi. Chunki dinimiz mana shu narsaga buyuradi. Ammo ayrim holatlarda ana shu odamlardan ozgina uzoq bo'lishlik kerak bo'ladi. Bu uzoq bo'lishlik uzlat deyiladi. Ya'ni shar'iy uzlat bor. Shariat ruxsat bergan uzlat bor. Sunnatga muvofiq bo'lgan uzlat bor. Bu shunaqa uzlatki, u seni yomonlikdan va mana shu yomonlik ahllaridan uzoq qiladi. Seni bekorchilardan, sassavtavozlardan uzoq qiladi. Bu shar'iy uzlat seni fikringni joyiga keltiradi. Shar'iy uzlatda bo'lsang, aql hushing o'zingda bo'ladi, xotiring jam bo'ladi, gunohlardan tiyilasan. Mana boshida aytdik, musulmon odam alohida bir ajrab chiqa olmaydi bir chekkaga. Jamiyatni ichida yurishligi kerak. Jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'ladi. Jamiyatning to'laqonli a'zosi bo'lganda ham eng zo'r a'zosi bo'ladi. Hamma ishda peshqadam bo'ladi, odamlarga ibrat bo'ladi. Ammo ba'zi o'rinlarda uyingda o'tirganing yaxshi bo'ladi. Sen mana shu uzlatda o'tiradigan bo'lsang, zehning hikmat durdonalar bilan ziynatlanadi, ko'zing ma'rifat bog'ida yayraydi. Uyingda o'tirsang, kitob o'qishga fursat bo'ladi, mav'iza tinglashga, o'zingni ustingda ishlashga imkon bo'ladi. Bitta sharti bilan, agar telefon o'ynab o'tirmasang. O'zi hozir hamma shar'iy uzlat emas, shu johiliy uzlatda hamma o'zini uzlatida. Ko'chada ketaysa ham mashi, avtobusda ketaysa ham telefonga qarab o'tirgan, yurib ketaysa ham shu, astronomkada tursa ham telefonga qarab turadi. Uzlatmashi ham. Lekin bu shar'iy uzlat emas, birodarlar. Shuning uchun seni yaxshilikdan, itoatdan to'sadigan ishlardan qochishliging sen uchun qimmatli davo, dori bo'ladi. Mana shu qalb tabiblari, psixologlar mana shu narsani tajribadan o'tkazishgan va katta bir yutuqlarga erishgan. Bugungi mavzuyimiz uying sig'dirsin. Uyda o'tira olmaydigan odamlar bor. Bekar bo'lsa ham ko'chaga chiqib ketish kerak. Bekar bo'lsa ham uyda o'tirmaslik kerak. Bozorlarda yuradi. Subhanalloh, bozorda yuradi-ya. Shaytonning masjidimidi bozor? Hozir qo'lingizga ko'taringlar desam, chiqadi 5-10 ta odam shu mingtadan. Bozorda yursa yayraydi, uni ko'radi, buni ko'radi. O'zi hech narsa olmaydi, ishi yo'q. Prosta aylanib yuradi. Birodarim, agar sen ko'chaga chiqishing juda ham zarur bo'lsa, odamlarga aralashmasang iloji bo'lmasa, ishing bo'lsa chiq. Ammo juda ham zarur bo'lmasa, zarurat bo'lmaydigan bo'lsa, uyingda o'tir. Shunda bilasanmi, senga nimalar bor? Birinchidan, g'iybatdan salomat bo'lasan. Chunki
Yo sen g'iybat qilasan odamlar bilan tursang, yo yoningdagilar g'iybat qiladi, sen unga guvoh bo'lasan. G'iybat qanaqa gunoh ekanligini hammamiz yaxshi bilamiz. To'g'rimi? Majlislarning ziynati g'iybat bo'lib qolgan. G'iybat bo'lmasa majlisga ham o'xshamaydi. Ikkinchidan, uyingda o'tirsang, riyodan salomat bo'lasan. Sen ko'chaga chiqib yurar ekansan, senga yoqqan odam bor, yoqmagan odam bor, halilar bilan o'tirasan, haligi senga yoqmagan odamlarga qarab xuddi unga bir senga yoqayotganda kulib qaraysan. Ular ham seni ko'rganda g'ash keladigan bo'lsa, ular ham kulib qaraydi. Xullas, ikkiyuzlamachilik, til yog'lamalik. Ko'rgani ko'zing yo'q. Lekin kelganda aka bo'lmasa sog'intirib yubordiz desan. Yolg'onda bu. Ketgandan keyin Xudo shukr ketdi-ya. Uyingda o'tirsang shu barodan omondasan. Agar shunga o'xshagan odamlar atrofingda ko'payib ketadigan bo'lsa, ko'chaga chiqsang shunaqa odamga duch keladigan bo'lsang, uyingda o'tir. Uchinchidan, axloqi buzuq odamga ro'baro kelib qolsang, uni ozoridan omondasan. So'kinadi, bir gunoh ma'siyat ish qiladi, ko'rasan ta'bing xir bo'ladi. To'rtinchidan, tarafkashlik balosidan omondasan. Nima degani bu? Odamlarning ichida turar ekansan, odamlar bir narsani ustida talashadi. Mana yaxshi, mana yomon. Mana oq, mana qora. Mana haq, mana nohaq. Mana aqidasi to'g'ri, mana aqidasi noto'g'ri. Shunda sen o'tirib, ikkala tarafdan bittasida bo'lishing kerak. Senga kerak emas bo'lmasan bu masalaga kirishlik, tortishlik. Ammo o'tirganda to'g'rimi oshna aytib qo'ying deydi. Gapirib turib. Yo'q desiz, ko'na bo'lib qoladi, ha desiz gapi noto'g'ri. Tushunarli birodarlar, uyimizda o'tiraylik agar zarur ishimiz bo'lmasa. Saodatning sabablaridan bittasi shu. 5-dan, odamlarning hasad ginalaridan omon bo'lasan. Ko'chaga kamroq chiq, fazilatlaringni ko'z-ko'z qilaverma, odamlardan uzoq bo'l, salomat bo'lasan. 6-dan, sen odamlardan ta'ma qilmaysan. Odamlar ham sendan ta'ma qilmaydi. Ta'ma nima edi? Haq nima edi? Haq bu sen olishlikka haqdor bo'lgan narsa. Ta'ma olishlikka haqqing yo'q, lekin umid qilib turibsan. 7-dan, johil, tentek, beadab odamlar bor. Ana shularda qiliqlarni ko'rgan paytingda asabing buzilmaydi. Ishing bo'lmasa, mashina minib chiqmasang ko'chaga, nerving o'lmaydi. Chunki hozirgi yangi bir shopirlarni, yangi avlodni mashina minishiga qarab turib, eski shopirlar, eski avlod asabing o'lmay iloji yo'q. To'g'rimi? O'shuning uchun uyingda o'tir. Benzin ekonom bo'ladi. Ekologiya ekonom bo'ladi. Nima kerak bor maza bemaza ko'chada yurishda. Xullas, juda ham zarur emasmi? Uyingda o'tir. Uying sig'dirsin. Saodatning sabablaridan yana bittasi uying seni sig'dirsin. Bekarchilikdan, bema'nigarchilikdan uzoq bo'lish haqida o'ylan. Allohdan qo'rqish bilan, doim uni zikri bilan, doim unga duo qilish bilan ovora bo'l. Endi odamlarga aralashishlik qachon to'g'ri bo'ladi? Hammamizga ma'lum. Qachon odamlar orasida aralashib yurishlik maqtovli bo'ladi? Namozga chiqsang, masjidga borsang, ilm majlislarida yig'ilsang, savobli amallar bilan mashg'ul bo'lsang, jamiyatga foydang tegsa, amr ma'ruf nahy munkar bo'ladigan bo'lsa, bu aralashishliging yaxshi aralashishlik deyiladi. Yana bekorchi yig'ilishlardan, bema'ni to'plashlardan ham birodar uzoq bo'l. Maqtanadi. Bir haftada 4 ta oshim bor deydi. Eng kamida 3 ta oshi borlar, qo'l ko'tarib qo'yamiz. Uyatasizlar-a? Bora. Aytingchi, nechtasi zarur shuni? Maqtanadi. 4 ta oshga boraman deydi. Mahalla jo'ralar, qarindoshlar, kollegalar, bozordagilar, o'zimni bo'ydoq jo'ralarim. Endi nima qilay endi? Biri qosh, biri ko'z, biriga bormasa, ikkinchisiga bormasang xafa bo'ladi-da. Birini qoldirib biriga borsang o'pkalaydi-da. Yana hammasida to'kis dasturxon. Yeyish, ish o'shuncha. Endi birodar, sen semirmay. Meni qo'yim semirsinmi? Savolda shu odamga, mana shu majlislarga borishlik senga juda ham zarurmi? O'sha jo'ralar bilan, qo'shnilar bilan jumada ko'rishsa ham bo'ladimi? Ha?
Endi shu odamga savolda, bir haftada nechta bir diniy ta'lim oladigan darsxonaga borasan? Haftasiga necha marta sport bilan shug'ullanasan? Mana bu foydali aralashishida. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Chunki biz aytayotgan ilm majlisi bilan sport bilan shug'ullanishlik havoyi nafsiga yoqmaydi-da. Doim ulpatchilikda. Qanaqa odam deb qo'yadi bunaqa odamda? Chiroyli termini bor-ku. Qanaqa? Shinavanda, ha, bilasiz ekan-a. O shinavanda odamda deydi, mana shu deydi, 4 tasi bo'lsa ham 600 gram qilib bo'lsa ham osh yeyishadi deydi. Shinavanda odamlar deydi. Voy, ta'rifni qarang. Shinavanda bo'lgin kelib ketadi, hali gapni eshitib turib. Birodar, bunaqa yig'inlardan qoch. Xatolaring uchun yig'la, tilingni tiy, uying seni sig'dirsin. Ha, uyda o'tirish ham oson emas. Buchi haligi ish yo'qligidan, pul yo'qligidan, siqilganidan o'tirish emas. Ko'chadagi ishini qilib, hayoti uchun kerak bo'lgan, maishati uchun kerak bo'lgan hamma ishni qilib qo'yib, bekorchi vaqtni ko'chada o'tkazmaslik haqida gapiryapmiz. Endi hamma yo'g'ing o'rnida bo'lib turib, bekorchi vaqtda ko'chada yurmay uyda o'tirishlik ham oson emas. Kimga oson emas, bilasizmi? Uyda o'tirish kimga oson emas? Ana shu maza bemaza o'tirishlarga o'rganib qolganlarga, shinavandalarga, qalbi mana shu lag'u behuda so'zlarga o'rganib qolgan odamga uyda o'tira olmaydi. Bir hoji akamiz aytib bergan edi. Bu keyingi darslarda aytishim kerak, aytib qo'yaman. 70 dan o'tgan yoshi deydi. Ko'chada do'koni bor o'sha hoji akamiz o'tirsak, o'tiradi deydi kelib peshingacha. Peshinga 10 minut qolganda sekin turadi, yo'q bo'lib qoladi deydi. Biz namozni o'qib qaytib kelsak, turgan bo'ladi deydi. 70 dan o'tgan odam. Shinavandada uyda o'tira olmaydi. Ko'chada gaplashib o'tirgani toqati bor, lekin namozga ozodigan paytda 5 minut yo'q bo'lib qoladi bugun deydi. Namozni o'qib chiqsa o'tirgan bo'ladi deydi. Shunaqa ulfatlardan qochishlik kerak. Bir kishi do'stiga aytayapti. Qanday qilib uyda o'tirasan? Qanday yolg'izlikka chidaysan? Qanday yolg'izlikka chidaysan desa, do'sti javob beryapti. Diqqat qilinglar. Yoshligimda bundan ham qiyin narsaga sabr qila olardim. Nima edi u? Odamlar orasida o'tirardim, gapirmay sukut saqlardim. Bormi? Mana shu jim o'tirishlik ham, kam gapirishlik ham Alloh taoloning bergan bir tabiatida. Kimdir tabiatan sergap bo'ladi. Tinmay gapirib turadi. Endi kimdir tabiatan kam gap bo'ladi, jim o'tiradi. Osh o'tib ketadi, dars o'tib ketadi, indamay o'tiradi. Endi sergap odamni jim o'tirishi bilan kam gap odamni jim o'tirishida ajr bir xil bo'ladimi? Bir xil bo'lmaydi. Endi sizga Alloh qanaqa tabiat berdi, birodar? Jim o'tirishligingizda ajri shunga yarasha bo'ladi. Ibn Sirin aytadi: Al-uzlatu ibadatun. Uzlat ibodatdir. Yolg'iz o'tirish, zarurat bo'lmaganda ko'chaga chiqmasdan, savobli ishlarga bo'lmasa uyda o'tirib, uzlatda o'tirgan odam ibodat qilayotgan bo'ladi. Oriflardan biri aytadiki, hikmat 10 qismdan iborat. Hikmat 10 qismdan iborat. 9 tasi sukutda, bittasi uzlatda. Tushunarlimi? Salomatlik, hikmat, ilm, ma'rifat 10 ta narsada. 9 tasi jim o'tirishda, bittasi uzlatda. Yomonlar bilan birga bo'lish, ularga aralashib qolish, bu o'zingni o'zing qatl qilish degani. Ularga qo'shilish, bunaqa odamlarga qo'shilish, naq xatarni o'zi. Xotirjamliging bilan nafsingni behalovat qilishini naqd o'zi. Agar mishmishchilar, fitna tarqatib yuradiganlar bilan birga bo'lib qoladigan bo'lsang, ajaling yetmasdan turib 7 kun burun o'lasan. Astagfirullah. Law kharaju fikum ma zadukum illa khabala. Agar ular sizlarning orangizlarda chiqqanida ham sizlarga ortiqcha ziyon bo'lgan bo'lar edi. O'sha majlisga borishingdan senga foyda yo'qmi? Na dining, na oxiratingga bormay qo'yaver. Odamlarning orasida bo'lish uchun, ularga yoqish uchun tabiatingga teskari bo'lgan, o'zingga yoqmaydigan ishlarni qilib, boshqalarni rozi qilganingdan ko'ra uyingda o'tirganing yaxshi. Ma'qulmi? Yolg'iz qolmasang, birodar, hech qachon o'zingni fikringni eshitmaysan, o'zingni ovozingni eshitmaysan. Al-wihdatu khayrun min rafiqis su.
yomon ulfatdan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Yomon ulfatga qo'shilgandan ko'ra yolg'iz o'tirishlik afzal bo'ladi. Xullas birodar, sendan yagona talabimiz shuki, ishingni qarab qil, qadamingni o'ylab bos. Agar yaxshilik bo'lmasa ko'chaga chiqishing, uyingda o'tir. Ammo qilmoqchi bo'lgan ishing savobli bo'lsa, xayrli bo'lsa, bu boshqa narsa, unda odamlarga aralashaver. Shunday qilsang, qalbing o'zingga qaytadi, vaqting isrof bo'lmaydi, umring zoyi ketmaydi. Shunday qilsang, tiling g'iybatga, qalbing isrofga kirmaydi. Quloqlaring bema'ni gapga to'lmaydi, qalbing yomon gumonlar bilan band bo'lmaydi. Kim bularda sinab ko'rsa biladi haqiqatligini. O'zini xom hayollar otiga mindirganlar bor. Bekorchilikda o'zlariga hunar qilib olgan odamlar. O'tirib, odamlarni muhokama qilishda kasb qilganlar bor. Bunaqalar bilan xayrlashib qo'yaver. Bunaqalar yomon suhbatdosh deyiladi. Payg'ambarimizni bilasizlarmi? Yaxshi hamsuhbat bilan yomon hamsuhbatni nimaga o'xshatganlar? Yaxshi hamsuhbat xuddi mushka ambar atir sotib yuradigan attorga o'xshaydi deydilar. Ko'tarib o'tib ketayotganda bir odam sotib olib foydalanadi, bir odam sotib olmasam hididan foydalanadi. U maza qilasiz. Yaxshi hamsuhbat mana shu mushk sotadigan odamga o'xshaydi. Endi yomon hamsuhbatchi temirchini bosxonaga dam uradigan odamga o'xshaydi. Oldiga kelsang, yo kiyimingni kuydiradi, yo kiyimingni kuydirmasa burningga ana tutunda sassig'i tegadi. Bundaylar birodarlar nafsni, xohishni isteklariga mukkasidan ketgan pastkash kimsalar bo'ladi. Bunaqalar Allohning so'zini aytsangiz eshitmaydi. Qo'y deydi, qo'y deydi. Bularga bir Allohni eslatsang, qiyomatni eslatsang, savob gunohni gapirsang, hazilga oladi, masxaraga oladi. Alloh taolo nima deydi bunaqalar haqida? Astagfirullah. Fala taqudu ma'hum va la taqudu ma'hum hatta yahudu fi hadithin g'ayri innakum idha mithluhum. Bunaqa odamlar bilan birga o'tirmanglar. To boshqa gapga o'tmagunlaricha unday kimsalar bilan birga o'tirmanglar. Modomiki shunaqa nojo'ya gapni gapirsa ham birga o'tiribsizlarmi? Demak, sizlar ham shak shubhasiz ularning o'zisiz. Ya'ni gunohda bir xilsiz. Xulosa, birodar, uying seni sig'dirsin. Aqulu qawli hada va astagfirulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Shunaqa odamlar bor, ichi doim qaynab turadi. Agar aytish mumkin bo'lsa, bunaqalarda ichida 3-jahon urushi doim bir avjida turadi. Nimaga bunaqa deyapmiz? Bunaqa odamlar ko'chada bo'layotgan har bitta voqea, hodisani o'ylab, kallasida, qalbida olib doim asabiylashib yuradi. Bunaqalar o'zlarini o'zi tugatib qo'yadi, tamom qilib qo'yadi. Oshqozon yarasi deysizmi, davleniya deysizmi, sahrni diabet deysizmi? Ana shu doimiy suratda tarang yurganligi uchun har bitta bo'layotgan voqeaga bir daraxtni bakidaqa qalbi qaltirab bir ta'sir qilib turganligi uchun shunga o'xshagan kasallarni naq qilib oladi. Narx-navo oshib ketdi, dollar kursi o'ynab turibdi, yomg'ir yog'mayapti, isib ketdi. Yelkasiga yer kurrasini ko'tarib olganda. Bunaqa odamning hayoti doim qo'rquvda, sarosimada, xavotirda bo'ladi. Bunday qilishlik insonni tugatib qo'yadi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Alloh taolo aytadi: "Yahsabuna kulla sayhatin alayhim." Shu bo'layotgan har qanday shovqin, baqir-chaqirni meni zararimga deb o'ylaydi, vahima qiladi. Shuning uchun birodar, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olmagin. Yomon hodisalarni uloqtir, yuklab olma, kengroq bo'l. Bo'lgan bo'lmagan narsalarga qo'g'rilaverma. Chunki Allohda aytgani bo'ladi. Bitta yaxshi maslahat bor shu yerda. Mana kechagi darsimizda Anoshervon 2 ga bo'ldi ishlarni. Chorasi, tadbiri bor ishlar va chorasi, tadbiri bo'lmagan ishlar. Sen tadbir qilishing mumkin bo'lgan ishlar bor, o'zgartira olasan. Uni chorasini yaxshilab qil. Endi sen chorasini qila olmaydigan ishlarga sabr qil. Yana bitta yaxshi maslahat bor. Hayotdagi ishlarni 2 ga bo'lib olamiz. Birinchisi, siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar. Ikkinchisi, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Ro'parangizda sizni o'ylantirayotgan, sizni yuragingizga vahima solayotgan, sizni siqayotgan ish. Shu ikkalasidan qaysi biriga to'g'ri keladi?
Agar siz ta'sir o'tkaza oladigan ishlar bo'ladigan bo'lsa, imkoningiz boricha tadbirni qiling. Qilib turib ya Allohdan deng. Endi agar ikkinchisidan bo'lsa, siz ta'sir o'tkaza olmaydigan ish bo'ladigan bo'lsa, nima qiling? Ular bilan ishingiz bo'lmasin. Ular qaysilar? Ob-havoda qanaqa bo'lishi senga hech qanaqa aloqasi yo'q. Yog'armikin, yog'masmikin? Buday chashib qo'ydim, ozgina yog'armikin, yog'masmikin? Tomga loy solishim kerak edi, yog'may tursa yaxshi bo'lar edi. Sen nima qila olasan? Yana sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlardan bittasi o'sha valyutani kursi. Endi nima bo'lar ekan? Endi qana bo'lar ekan? Nima bo'ladi? Sen o'zgartira olasanmi? Yo'q, tek qo'y. Suvni o'zini oqishiga tashab qo'y. Siyosatchilar o'rtasida bo'layotgan mojarolar, endi qana bo'lar ekan? Endi nima bo'lar ekan? Sen o'zgartira olmaysanmi? Yelkanga yer sharini ko'tarib olmagin. O'zini oqishiga qarab qo'y. Shunaqa odamlar bor, xuddi bir lata namlikni o'ziga singdirib olgandek, bu odamlar qalbiga mana shunday qo'rquv, vahima, mishmishlarni singdirib oladida, bo'lgan narsaga asabiylashib, siqilib, bo'g'ilib yashaydi. Har narsaga jazoga tushaveradi. Bunaqa qalb o'zini egasini tamom qilib qo'yadi. Endi bu eslatmalar kimga foyda qiladi? Astagfirullah va zakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Eslatma bering, Qur'on bilan, hadis bilan, shariat hukmi bilan. Zero eslatma mu'minlarga foyda qiladi. Bugun bir narsadan albatta jazoga tushdingiz. Bir narsani o'ylab siqildingiz, nervingiz o'ldi va unga siz hech qanaqa aloqangiz yo'q edi, ta'siringiz yo'q edi. Bo'ldimi shunaqa bitamtam? O'ylab ko'ring bugungi kuningizda. Unaqa siz kunimiz yo'q. Albatta nimadandir nima qilamiz? Siqilib bo'g'ilib ketamiz. Bu nasihat birodarlar haqqa ergashganlarga foyda qiladi. Ularning iymonini quvvatli qiladi. Ammo iymoni zaif bo'lgan, iymoni quvvatsiz bo'lgan odamlarga bu nasihatlarning foydasi yo'q, vahimani ustiga vahima qilaveradi. Ammo yuragida iymoni, shijoati bor insonlar bunaqa bir mayda-chuda narsalarga parvo qilmaydi, sobit tura oladi. Jasur, mard, qo'rqmas kishilar bosiq bo'ladi, fe'li keng bo'ladi, ishonchi mustahkam bo'ladi. Qo'rqoqlar esa maza bemaza, behuda xavotirga tushaveradi. Alg'ov-davg'ov ko'rib qolgan tushini ham ta'bir qilib turib, shu tushidan ham qo'rqib yuraveradi. Endi nima bo'lar ekan? Kechqurun mana qani ko'rdim. Nima bo'lardi? Haloyiqni Alloh azza va jalla hali yaratmay turib, mahluqotlarni hech qaysini yaratmay turib, qalamni yaratgan. Qalamga Alloh taolo yoz degan. Qalam ana shu lahzada koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani bitib bo'lgan. Bu osmoni yer yaralmay 50 ming yil avval bo'lgan. Shuning uchun manaqa bo'lamish, manaqa bo'lar ekan, anaqa bo'lar ekan. Kim aytgani bo'ladi? Allohda aytgani bo'ladi, bolam, qo'rqma. Dada, tuya arzon bo'pti, 1 tanga ekan. Yo'q, o'sha tanga, qani tanga? Ancha vaqt o'tgandan keyin dada, mana endi tuya 100 tanga bo'pti. Olib qo'ysak bo'ladi desa, dadasi chiqarib ber, mana 100 tanga. Endi tanga bor. Endi tuya minishing yozilgan bo'lsa 100 tangaga ham olasan. Chunki o'sha pati 100 tangaga Alloh yetkazadi. 70 so'mdan qo'yapmizmi benzinni? Mashina yomon ozayib ketdi, benzin qimmatlagandan beri. Uning sari katta mashinalar, uning sari qimmat mashina to'lib o'lyapti, birodarlar. Mo'min odam yelkasiga yer sharini ko'tarib olmaydi. Go'yoki u ko'tarib g'am qilmasa, xuddi yer aylanmay qoladigandaka. Birodar, sen bilan men o'lib ketsak hamchi bu yer aylanaveradi. Bu shamol esaveradi, bu quyosh chiqib botaveradi, hayot o'zini maromida ketaveradi. Sen yelkangga yer sharini ko'tarib olmagin, o'zingni tugatib qo'ymagin. Agar birodar xotirjam hayot to'laydigan bo'lsang, hodisalarga sabr bilan yondosh, shijoatli bo'l. O'ziga ishonchi bo'lmagan insonlar sen bilan meni vahimaga solib, hissiyotga solib qo'ymasin. Birodar, ishiga parvo qilma. Voqea hodisalarga nisbatan qattiq tur, kuchli bo'l. Endi qalbi zaif insonlarga Alloh rahmi kelsin. Bunaqalarning kunlari ularni har kuni larzaga solib qaltiratib turadi. Alloh taolo aytadi, astagfirullah, la tajidannahum ahrasan nasi ala haya. Mana shunga o'xshagan yahudlar, mana shunga o'xshagan dunyoga berilgan, dunyodan boshqa narsani g'am qilmagan odamlar hayotga eng o'ch odamlar bo'ladi.
haya deb turib alif lomsiz aytilyapti. Haya degani har qanday hayotga rozi, faqat yashasa bo'ldi. Ammo mana shunga o'xshagan zaiflikni ko'tarmaydigan quvvatli qalb egalari bo'ladi, kuchli qalb egalari bo'ladi. Bularga Alloh tomonidan yordam keladi. Chunki ular Allohning va'dasiga iymon keltirgan. Allohning va'dasi haq ekanligiga iymon keltirgan. Ular taqdirda bitilgandan oshiq narsa bo'lmaydi deb aniq ishonishadi. Alloh taolo ularga xotirjamlikni beradi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi dedi. Ularning qalblariga Alloh taolo taskin tushiradi. Yelkasiga yer sharni ko'tarib olgan, timmasdan bo'layotgan ishlardan norozi bo'lib, hamma vahimani ko'tarib yurgan odamlar o'tirib olib, palonchi zolim, palonchi xalqqa zulm qilyapti. Anaqa qilib ketdi, manaqa qilyapti. Sen nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan. O'sha mansabdor, o'sha quvvat egasi, hech narsa qila olmaysan. Tiyib qo'yish qo'lingdan keladimi? Yo'q. Uni zolimligiga bitta sen emas norozi, hamma norozi. Qo'lingdan hech narsa kelmagandan keyin nima qilasan gapirib? Qo'lingdan nima keladi? Haqqiga duo qil. Alloh insof bersin-di. Yoki bo'lmasa Allohga topshirib qo'y. Bo'ldi, gapiraverma hadi. Nima qilasan? Jirilaversanmi? Qo'lingdan keladigan ishni qiyin birodar. Chunki Allohga topshirib qo'ygan banda xotirjam bo'ladi. Qiyomat kunida Alloh taolo har bitta haq egasini haqqini olib beradi. Aka, uyingizda ishladim, ishni zo'r qilib qildim, kamchiligi yo'q bilasiz, pulimi bermayapsiz. Siz bilan urushib talashgani meni kuchim, quvvatim yetmaydi. Siz palonchisiz. Bersangiz dunyoda olaman, bermasangiz qiyomatga qoldi, assalomu alaykum deb ketaverasiz indamasdan. Chunki iymoningiz quvvati bor-da, nasib qilgan bo'lsa shu dunyoda olasiz. Bo'lmasa qiyomatda aniq olasiz. Chunki Allohning va'dasiga ishonasiz. Siz jazoga tushmaysiz, bermay qo'ydi. Ha? Alloh taoloning oyatiga iymoni komilda bunaqa bandani. Astagfirullah. Va nada'ul mawazinal qistal yawmil qiyamah fala tuzlamu nafsun shay'a. Biz deyapti Alloh taolo qiyomat kuni uchun adolatli tarozini qo'yamiz. Bas biron jonga zarracha zulm qilinmas. Va kafa bina hasibin. Biz o'zimiz yetarli hisob kitob qilamiz deydi. Yelkasiga, yer sharini yelkasiga ko'tarib olgan odamlar. Bunaqa odamlar doim g'amda, doim xavotirda, tashvishda, doim nahnovada gapiradi. Nima qila olasan? Hech narsa qila olmaysan, xotirjam bo'l. Oshib ketdimi, oshib ketdi, tushib ketdimi, tushib ketdi. Demak, Alloh xohlagan ekan shu narsani. Yana nima sodir bo'lish kerak bo'lgan bo'lsa, sen g'am qilsang ham sodir bo'ladi, u g'am qilmasang ham sodir bo'ladi. Bu o'rinda yana bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Bu endi ijobiy ma'noda yer sharini yelkaga ko'tarib olish. Jonsirak odamlar bor, oshiqcha, ortiqcha. Oshiqcha jonsirak. Bu mas'uliyatni his qilish deb qo'yingda buni. Javobgarlikni his qiladi, mas'uliyatni his qiladi. Albatta bu maqtovli sifat. Ammo mana shu jonsiraklik ham oshiqcha bo'lib ketadigan bo'lsa, bu ham insonni halokatga olib boradi. O'zi har qanaqa yaxshi narsa chegarasidan, haddidan oshib ketsa, yomon narsaga aylanib ketishi mumkin. Man zada ala haddihi inqalaba ala ziddihi. Qaysi narsa chegarasidan, haddidan o'tib ketsa, ziddiga aylanadi. Masalan, o'sha beparvo bor bu narsalarga deyapmiz, bu ham me'yorida bo'lish kerak. Hamma yo'qqa beparvo bo'lmaydi. Ko'choq yaxshi narsa. Lekin ko'payib kelsa, davleniyang tushib ketadi, uxlaydigan bo'lib qolasan. Og'zingdan suv oqadigan bo'lib qoladi. Demak, ko'choq ham me'yorida bo'lish kerak. Novvochoq yaxshi narsa. Lekin bu ham haddidan oshib ketadigan bo'lsa, burningdan qon oqadigan bo'lib qoladi. Demak, buni ham me'yori bo'lish kerak. Boyagi ancha-muncha ishga parvo qilmaslik, buni ham me'yori bo'lsin. Ancha-muncha narsaga jonsiraklik qilib turishlik, buni ham me'yori bo'lsin. Xullas, hamma narsa nimasida bo'lish kerak ekan? Me'yorda bo'lish kerak ekan. Ishxonada sen bir brigadirsan, ishni nazorat qilib turishing kerak. Men qaramasam kim qaraydi? Men nazorat qilib turmasam anaqa bo'lmaydi, men qaramasam bunday bo'lmaydi. Xullas, bo'yniga olgan. Va'da berdi, vaqtiga boraman dedi. Kechasi bilan uxlolmaydi. Ertaman 6 ga yetib boraman dedi. Jonsirakligi shu darajadaki uxlolmaydi. 5 marta uyg'onadi kechasi bilan. Bormi? Bor. Bo'ldi, 5 kunda bitkizib beraman mashinangizni deydi usta.
Harakatni qilyapti, sababni qilyapti, lekin shu darajada jonsirakka svet o'chib qolmasmikin, og'rib qolmasmikinman, boshqa ishim chiqib qolmasmikin, bu haddidan oshib ketish deydi birodarlar. Sen qo'lingdan kelgan ishni sababini qil, natijani Allohga topshir, tavakkul qil. Shuning uchun ba'zi ishlar seni toqatingdan tashqaridami, jonseralik ishdir. Ota-onalar farzandlarini kelajagini g'amini qiladi-da, oshiqcha jonseralik qilib, hamma narsasini muhayyo qilib beraman deb o'lib tolib yugurib. Yelkasiga dunyoni ko'tarib oladi. Nevaralarga ham bittadan uchastka qilishni g'amida bo'lib qoladi. Mana shu oshiqcha endi. Ha, ota o'zidan keyin farzandlarini birovning qo'liga qarab qoladigan qoldirgandan ko'ra, qonni qursog'ini to'q qilib qoldirgani yaxshi. Lekin nevarasini g'amini qilishlik darajasida emasda, birodarlar. Chunki birodar, siz bolangizni kelajagini qilib bera olmaysiz. Rizqini qilib bera olmaysiz. Osoyishta hayotini qilib bera olmaysiz. Bu uni taqdiridagi rizqi. Siz qilib bergan narsa bir kunda yo'q bo'lib ketishi mumkin. Buni o'rniga siz o'sha bolangizni ta'lim tarbiyasi bilan shug'ullaning, shunga jiddiy jahd qiling. Odobini bering. Allohda taniting. Mana shu sizning ishingiz. Endi siz o'tib ketgandan keyin Alloh bilan bo'lgan muomalasiga, Allohga bo'lgan qulchiligiga yarasha kun ko'radi. Eslab qolinglar shu qoidani akalar, ukalar. Otangiz boy. Garantiya yo'q, otangiz boyligi sizni qo'lingizda bo'lib, siz ham boy bo'lishingizga. Siz Alloh bilan bo'layotgan muomalangiz, Allohga bo'layotgan taqvoingiz, qulchiligingizga yarasha kun ko'rasiz. Otangiz kambag'al. Bu variantni ham ko'raylik. Bu otangiz kambag'alligida u. Endi sizni hayotingiz yana boyaga aytganimizdek Alloh bilan bo'ladigan muomalangizga qarab bo'ladi. Otangiz nechmil bosib qo'yganligi bilan emas. Chunki otangiz rizqida u. Sizni rizqingizda bormi yo'qmi Xudo biladi uni. Shuning uchun birodar, bola chaqam, nevaram deb yer kurrasini yelkangizga ortib olmang. Yana ahli ilmlarni oling, domlalarni oling. Shunaqa bir jonserakki, jonserakligidan yoshlar yo'ldan adashib ketyapti, oldanib qolyapti, tarbiyasi buzilyapti, ota-onasiga tikka gapirib, ota-onasiga oq bo'lib qolganligini bilmayapti, kattalarga nisbatan behurmat, ulamolarga nisbatan bepisat bo'lib qolganda bir bezillab, shunaqa bir jonseraklik qiladiki, oshiqcha jonserakligidan infarkt bo'lib qolishga keladi. Insult bo'lib qolishga keladi. Shunaqa birodarimizga nasihatimiz, birodar, sen qo'lingdan kelganicha harakat qilding. Aytding, tushuntirding, o'rgatding, dalilni keltirding, misolni keltirding, hayotdagi bo'layotgan ishlarni ko'rsatib qo'yding. Shundan keyin ham aynib ketdimi? Tamom. Demak, uni taqdiri shu ekan, siqilma. Aytding, deding, yillar davomida o'qitding, o'rgatding, baribir aynidimi? Demak, aynish kerak ekan. Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Nima degani bu? Xazon sipohiga ey, bog'ibon emas moni. Bog'ibon qayerga bog' qilishlikni tanlaydi. Yerni tanlash uning ixtiyorida. Qaysi daraxtlarni ko'chirishlik uning ixtiyorida. Orasini qancha ekadi, qachon suv qo'yadi, qaysi shoxini qoldirib, qaysinisini putaydi. Uni ishi shu. Bog'ni o'stirdi. Katta bog'ga aylandi, meva berishni boshladi. Endi kuz keldi. Xazon sipohi, ya'ni kuzni qo'shini keldi. Kuz kelganda daraxtning barglari nima bo'ladi? Sarg'ayadi. Kuzda shamol esganda barglar nima bo'ladi? To'kiladi. Shuning uchun aytayapti bu yerda. Xazon sipohi kelganida, ey bog'bon, emas moni, hech narsa qila olmaydi. Kuz keldi, barg sarg'ayadi, hech narsa qila olmaydi. Shabadasi keladi, bargni to'kadi, bog'bon hech narsa qila olmaydi. Shuning uchun domlalar shogirdlariga xuddi shu boqqa muomala qilgandek ko'chirib, suv quyib, parvarish qilib, tarbiyalab, mevaga kirgizib turgan paytda mana shunday bir musibatlar, mana shunday bir fitnalarni kuzi kelganda barglari sarg'ayib to'kilib ketar ekan. Endi bu domla nima qilish kerak ekan? Demak, shuna bo'lish kerak ekan deydi-da, keyingi daraxt bilan ishlab ketaverar ekan. Shuning uchun shunday bo'ldimi? Demak, shunaqa bo'lish kerak ekan. O'sha odamning taqdiri shunaqa ekan, ishingni davom ettiraver, yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma. Bu ish seni qo'lingdan kelmaydi. Chunki Alloh taolo Muhammad alayhisalomga aytayapti. Astagfirullah.
Va ma aktharun nasi walau harasta bi mu'minin. Ey Muhammad alayhissalom, ey Muhammad alayhissalom, siz har qancha haris bo'lmang, har qancha xohlamang, odamlarning ko'plari mu'min bo'lmaydi. Agar faqatgina da'vatchini da'vatiga bog'liq bo'lganida bir odamning iymonga kelishi, Muhammad alayhissalom atrofidagilar hammasi iymonli bo'lish kerak edi. Abu Talib payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning amakisi Rasulullohni 8 yoshidan qaramog'iga olgan. Payg'ambar bo'lgandan keyin himoyasiga olgan. Shu kishi Rasulullohning da'vati natijasida ham kalima keltira olmadi-yu. Demak, bu yerda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam amakisi iymonsiz holda ketganligini ko'rib, qattiq qayg'uga tushganida Alloh taolo nima dedi? Innaka la tahdi man ahbabta walakinalloha yahdi man yasha. Ey Muhammad alayhissalom, siz o'zingiz xohlagan bandalarni, yaxshi ko'rgan bandalarni hidoyatga boshlay olmaysiz. Alloh hidoyat qiladi. Sen birodar hammani tuzatib yuborishga mas'ul emassan. Sen imkoning doirasidagi kuching yetadigan ishga javobgarsan, o'zingga rahim qil. Chunki Abu Talib Rasulullohning da'vatini eshitib ham iymonga kela olmadi. Hidoyatni Alloh beradi agar banda talab qilsa. Yer kurrasini yelkangga ko'tarib olma banda. Ro'paringda turgan ishlar ikki xil bo'ladi. Sen ta'sir o'tkaza oladigan ishlar, sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlar. Sen ta'sir o'tkazadigan ishlarga qo'lingdan kelgan sababni qil, natijasini Allohga topshir. Endi sen ta'sir o'tkaza olmaydigan ishlarda Allohga havola qilib qo'y. O'zingga kengligi yer va osmonchalik bo'lgan jannatni eslatgin. Bu dunyoda och qolasan, chorasiz qolasan, xafa bo'lasan, kasal bo'lasan, haqlaring poymol bo'ladi, zulm ko'rasan, shunda tushkunlikka tushib ketasan. Hayotdan zerikish paydo bo'ladi. Agar mana shunday holatga kelib qoladigan bo'lsang, birodar, Robbingning huzurida seni kutib turgan, sen uchun tayyorlab qo'ygan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh o'sha jannatga borasan. Mana shu e'tiqod bilan yashaydigan bo'lsang, ustingga kelayotgan, seni yuragini siqayotgan bu balolar, musibatlar hech narsa bo'lmay qoladi. Aqlli insonlar o'zlarini oxirat uchun ishlashadi. Chunki oxirat bu dunyodan ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Ahmoq odamlar bo'lsa mana shu dunyoni o'zinigina o'zlariga qarorgoh deb bilishadi. Shu dunyo hayotini, huzur halovatini orzularining cho'qqisi deb biladi. Alloh taolo aytadi: "Bal tu'sirunal hayatad dunya val axiratu xoyrun va abqa." Yo'q, sizlar dunyoni ustun ko'rasizlar. Vaholanki oxirat ham yaxshiroq, ham boqiyroq. Birodar, dunyodan zerikkan bo'lsang, muammolardan to'ygan bo'lsang, ko'ngling sovib ketayotgan bo'lsa hayotdan, seni oxiratda kutib turgan jannatni eslat. Shunda bu musibatlarning hech narsa bo'lmay qoladi. Musibatga eng besabr odamlar kimlar bo'ladi? Ayni oxiratda unutganlar, oxiratdan umidi bo'lmaganlar. Chunki mana shu dunyoni ichida dunyoda bo'lishadi. Ularning ko'ziga faqatgina shu dunyo hayoti ko'rinadi. Undan boshqa narsani tasavvur qilish olmaydi. Undan boshqa dunyo haqida fikr qilmaydi. Ular shu dunyoni o'zida huzur halovatni xohlaydi. Alloh azza va jalla yaratgan narsalar, mana siz bilan biz dunyoyimizda. Har bitta yaratgan narsani ziynati bor va shu narsani orqasida maqsad bor. Har bitta yaratilgan narsani ziynati bor va maqsadi bor. O'simliklar, ularning ziynati bargi va guli. Lekin maqsadi nima? Maqsadi nima? Doni va mevalari. Kiyimlar, uni ziynati rangi, fasoni, shakli, uzunligi, kaltaligi. Lekin maqsadi nima undan? Avratni yopishligi. Dunyo hayoti, birodarlar, buni ham Alloh taolo yaratdi. Uni ziynati boylik, farzandlar, oltin kumushlar, uylar, qimmatbaho ulovlar. U ziynati dunyoni. Lekin maqsadi-chi? Iymon va solih amal. Dunyoni turgan bitgani ziynat. Dunyoni turgan bitgani ziynat, lekin undan ko'zlangan maqsad ibodat. Shuning uchun kim asosiy maqsadni unutib qo'ygan bo'lsa, faqatgina ziynati bilan ovora bo'lib qoladi, natijada ziyonga uchraydi. Ana shu dunyoni ziynati degan, dunyoda matohlari qo'lingdan ketib qolsa, birodar, siqilma. Chunki maqsad ziynat emas. Maqsad ziynat emas. Maqsad iymon, ibodat, solih amal.
Astagfirullah. Inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Sizlarni ichinglarda qaysininglar chiroyliroq amal qilishinglarni sinashlik uchun yerdagi bor narsani zinat qilib qo'ydik. Dunyoni turgan bitgani zinat. Nima uchun? Sinash uchun. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Qaysininglar chiroyliroq amal qilishinglarni bilishligimiz uchun oyatni qarang. Va inna la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza. Hech shubha yo'qki, mana shu yerda ustidagi hamma zebi zinatlarni sip-silliq, qup-quruq qilib yo'q qilib qo'yadigan ham bizimiz deyapti. Demak, dunyoni zinati uni mana matohlari. Lekin dunyodan ko'zlangan maqsad nima? Iymon, taqvo, solih amal. Endi ana shu zinati hisoblangan dunyoni ozgina matoh qo'lingdan ketib qolsa siqilma birodar. O'zingga nimani eslat? Jannat deb jina sabr qil, ozgina sabr qil, jannatga borasan. Dunyo ishi seni qiynagan bo'lsa, g'aming, darding, musibating ko'paygan bo'lsa, o'zingga oxiratni eslat birodar. Bu dunyoni o'tkinchi ekanligini yodingga ol, shunda ishing oson kechadi. Ko'plagan oyatlarda mana shu dunyoning zinatiga aldanib qolishlik qanchalar achinarli hol ekanligini Alloh bayon qilgan Qur'onda. Astagfirullah. Va ma hadihil hayatud dunya illa lahwun va la'ib va inna ad-daral ahirata lahiyal hayawanu law kanu ya'lamun. Bu dunyo hayoti faqat bir nafaslik o'yin kulgudir. Agar ular bilsalar, oxirat diyorigina mangu hayot diyoridir. Agar faqat dunyoni o'zi bilan ovora bo'layotgan johillar ko'zlaridan shu pardani olib tashlab olganida, abadiy hayot haqida, abadiy ne'mat haqida, qasrlari haqida xabar berilgan vahiyga quloq tutgan bo'lar edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam bu dunyoning ne'matlari bilan jannatdagi ne'matlarni taqqoslab berganlar. Aytganlarki, mawdi'u sawtin fil jannati khayrun minad dunya va ma fiha. Dunyoda ham matoh bor, hovlilar bor, bog'lar bor, uchastkalar bor, xullas, dunyo matoh, hovlisi. Rasululloh aytibdilar, jannatda bir qamchi tegadiganchalik joy. Qamchini yerga bir urdingiz, qancha chizadi yerni? Ana shu qamchini uchi tegadiganchalik joy jannatdagi joy. Dunyo va undagi hamma narsadan afzal. Shuning uchun arzimagan dunyo matohi qo'lingdan ketsa, arzimagan dunyoni huzur halovati sen qo'lingdan ketib, yuraging siqilib, hayotdan to'ydirib yuborayotgan bo'lsa, o'zingga nimani eslat? Jannatni eslat. Vallohi jannat juda ham qadrli narsa. Haqiqatan siz bilan biz mehnat qilib, kurashib, jiddiy jahd qilishga arziydigan narsa. Bilasizmi jannatda nimalar bor? Nimalar yo'q? Kasallik yo'q. Kiyimlarda chirib ketishi yo'q. O'lim yo'q, qarilik yo'q, abadiy yoshlik, ichi tashi ichidan ko'rinib turadigan xonalar, ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan ne'matlar, ovozi musiqa bo'lgan ohu ko'z hurlar. Prosta tasavvur qilib ko'ringlar, ovozi muzika bo'ladi. Quloq eshitmagan, ko'z ko'rmagan, insonda aqli bovar qilmaydigan ne'mat. Ana shu narsani o'zingga eslat birodar. Sabr qilib o'tib ketasan, 40 yil yashadi, yana qancha bor, Xudo biladi. Salqini kengligi 100 yillik masofaga teng bo'ladigan daraxtlar. Uzunligi, kengligi 60 mil bo'lgan chodirlar. Tinimsiz oqib turadigan daryolar, sutli daryolar, asalli daryolar, may sharobli daryolar. Baland qasrlar, mevalar yaqin bog'lar, ko'tarilgan so'rilar, tizib qo'yilgan qadahlar, terib qo'yilgan yostiqlar, to'shab qo'yilgan gilomlar, xursandchiligi mukammal bo'lgan joy. Shodligi ulkan bo'lgan maskan, xushbo'y hidlari 500 yillik masofadan kelib turadigan joy. Vasfi ulug', Allohning diydori ko'riladigan joy jannat. Mana shu narsani o'zingga eslat. Ozgina sabr qil, o'tib ketasan. Bizga nima bo'ldiki, ana shu oxirat diyori haqida fikr qilmay qo'yamiz. Bizga nima bo'ldiki, shu dunyoda arzimagan matohi bizni ko'nglimizni cho'ktirib tashlaydi. Birodar, hayotdan zerikkan bo'lsang, g'amlar to'yg'izgan bo'lsa, joningdan to'yib ketib dod deging kelayotgan bo'lsa, o'zingga jannatni eslat. Endi Alloh taoloning huzuridagi ne'matlar. Birodarlar, u ne'matlarning sanog'i yo'q, miqdorining chegarasi yo'q. Abadiy yoshlik, abadiy sog'lik, abadiy qasrlar, bog'lar nihoyasi yo'q. Rosa puling ko'paydi, 60 ga kirganingda, 50 ga kirganingda.
Hamma yo'g'ing bor. O'sha qarisan o'sha sen. Pakrishkani yangisini qo'yganing bilan kolsa o'tirgan, hadavoy to'kilgan, faralar xira, yog'yapti korobka, stuk bor motorda. To'rtta pakrishkani yangi qo'yganing bilan o'zing tugading-ku. Unga yo yetasan yo yetmaysan. Lekin sen oxiratni o'ylaginda abadiy yosh bo'lasan. Erkaklar 33 yoshda bo'ladi erkaklar. Ayollar 18 yoshda bo'ladi. Hech kim qarimaydi. Uyga ketish kerak degan g'am yo'q. O'tirgan joying seni vataning, o'tirgan joying maskaning. Ko'p yeb qo'yibman, qonnim olib ketdi no'shpabga. Suvni ko'p ichib qo'yibman, uxlamadim kecha. Unaqa gap yo'q, birodarlar. Shuning uchun dunyodan zerikib, hayot seni siqib to'yg'izgan bo'lsa, o'zingga shu jannatni eslatgan. Aqlingni ishlat ko'r, birodar. Fikr qil. Qaysi hovli uchun ishlashlik to'g'ri bo'ladi? Qaysi hovlini g'amini qilishlik to'g'ri bo'ladi? O'zingga jannatni eslat. Hayotdagi musibatlar sening uchun yengil bo'lib qoladi. Modomiki sabr bilan, iymon bilan qanoat bilan yashar ekansan, jannat seniki bo'lar ekan. Modomiki shunday ekan, bu musibatlar nima degan narsa? Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar, jannatga jannatiylar kirganda nido qiluvchi nido qiladi. Ey jannat ahli, sizlar bu yerda yashaysizlar, hech qachon bu yerdan chiqmaysizlar. Abadiy tirik bo'lasizlar, hech qachon o'lmaysizlar. Doim sog'lom bo'lasizlar, hech qachon kasal bo'lmaysizlar. Doim yosh bo'lasizlar, hech qachon qarimaysizlar. Ne'matlarda doimiy bo'lasizlar, hech qachon baxtsiz bo'lmaysizlar. Ketgin kelib ketdimi? Endi savol. Kirammikinman jannatga? Ha, bu xavotir yaxshi xavotir. Chunki bu qo'rquv bo'lishligi kerak. Mo'min odam Allohning rahmatidan umid, azobidan qo'rquv degan ikkita qanotning o'rtasida turadi, lekin mo'tadil ketadi. Jannatga kirammikinman? Men ham o'tarmikinman? Amallarim kifoya qilarmikin? Bu qo'rqishlik, bu tabiiy hol. Bu umid, qo'rquv bo'lishligi kerak. Nabiy sallallohu alayhi vasallam bir yosh yigitni o'lim arafasida kasal bo'layotganida kirib ko'rdilar. Ahvoling qanday bo'lyapti? Kayfa tajiduk deganida ya Rasululloh, Allohning azobidan qo'rqyapman, lekin rahmatidan umid ham qilyapman dedi. Payg'ambarimiz aytdilar, kimning dunyodan chiqib ketayotgan holatida Allohning azobidan qo'rqishi va rahmatidan umid qilishi bor bo'ladigan bo'lsa, shu ikki narsa jamlansa, Alloh qo'rqqanidan panoh berib, umid qilgan narsasiga yetkazadi dedi. Kirasan inshaalloh birodar. Dunyoda iymon bilan o'tgin. Qo'lingdan kelgan solih amallarni qilgin. Kalima bilan chiqib olgin, inshaalloh jannatga kirasan. Ana shu jannatga kirishingni o'zingga eslatgin. Dunyo mushkulalari, muammolari seni siqib o'ldirmaydi. Alal-oqibat Robbil alaminning mehmonxonasiga, jannatga kirar ekansan, bu mashaqqatlar unutilib ketadi. Kambag'allikdan, kamchilikdan, tinkasi qurigan, musibatlarga uchrab ezilib ketgan banda o'zingga shu jannatni eslatgan. Dunyo hayoti bilan oxirat hayoti. Dunyoda eng huzur halovatni cho'qqisida yashagan, bironta mashaqqatli kun ko'rmagan odamni, kofir odamni 1000 yil yashagan deylik. Qiyomatga borganda jahannamga hukm bo'ldi, kofir edi. 1000 yil yashagan huzur halovatni cho'qqisida. Boyaga odamni jahannamga bir marta solib chiqariladi deyiladi hadislarda. Kuygan ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Ko'mirdek qop-qora bo'lib chiqadi. Banda, yaxshi kun ko'rganmisan deydi. Haligi banda jahannamga bir marta tushib chiqib turib, yaralganimdan beri shu azobda men yaxshi kun ko'rmaganman deydi. Endi dunyoda eng qiyinchilik, mashaqqat hayotini ko'rgan, bironta bir yaxshi kun ko'rmagan mo'minni jannatga bir marta solib chiqarganda 14 kechalik to'lin oydek yorib chiqadi, yashnab. Banda, mashaqqatli kun ko'rganmisan bu hayotingda deydi. Yo'q, yaralgandan beri rohatdaman deydi. Shuning uchun birodar, o'sha jannatni o'zingga eslatgin-da, bu seni qiynayotgan muammolar, mushkulalar nima emas, hech narsa emas. Bu hayotda dunyoni misoli, oxiratda hayotning misolini oldi. Nimaga o'xshaydi? Bir arqonni tasavvur qiling, nihoyasi yo'q. Boshi 10 santimetrga kraska surkab qo'yildi. Mana shu 10 santimetr joyi dunyo hayoti, arqonning qolgan qismi abadiy hayot. Hech qancha emas ekanmi? Ozgina sabr qilaylik. Abadiylik oldida 1000 yil yashasang ham hech narsa bo'lmay qoladi bu hayoting. Bu hayotda dunyo bir nafaslik o'yin kulgi xolos. Albatta Allohdan qo'rqadigan kishilar uchun oxirat diyori yaxshiroqdir. Aqlingizlarni yurgizmaysizlarmi deyapti Alloh.
Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytadilar: "Law kanatid dunya ta'dilu indallohi janaha ba'uda ma saqa kafiran minha shurbata ma." Biz juda ham qadrli deb hisoblayotgan dunyo matohi, juda ham qimmat narsa, qadrli deb o'ylayotgan dunyo matohini payg'ambarimiz aytayaptilar. Agar bu dunyo ichidagi hamma ne'matlari, boyliklari Allohning nazdida chivinning qonatishchalik qadri bo'lganida, Allohga bu dunyoda qadri bo'lganida kofirlarga bir ho'plam suv bermasdi bu dunyodan. Ya'ni bu dunyo ne'matidan bir ho'plam suvni ham bermagan bo'lar edi. Lekin bizning nazarimizda, johil odamlarning nazarida dunyo matohi katta narsaga o'xshab ko'rinar ekanda. Dunyosi katta bo'lsa, ha Alloh yaxshi ko'ribdi, shuning uchun beribdi deb o'ylaymiz. Dunyo unaqa siz bilan biz o'ylagandek qadrli narsa emas Allohning nazdida. Endi ana shu dunyoning qo'lingdan ketib qolsa siqilma. Unaqa qadrli narsa emas sen o'ylaganchalik. Oxiratni eslat, jannatni eslat, o'sha matoing qo'lingdan ketganiga kuymaysan. Bu dunyoning yana bir o'zgachaligi, dunyoning bir ajoyib xususiyati bor. Nima demaysizlarmi? Tugaydi-da uchi. Bu dunyoning xususiyati shunaqa, tugaydi. Sen tugaysan. Agar dunyo tursa sen tugaysan. Shuni tez-tez unutib qo'yamiz. Shundan keyin jazoga tushib ketamiz-da. Bu xususiyati nima edi? Boy ham kambag'al ham bo'ladi, musulmon ham kofir ham bo'ladi, zolim ham mazlum ham bo'ladi, shoh ham gado ham bo'ladi. Bu dunyo tugaydi, birodar. Bu dunyo shu o'lim bilan tugaydi. Boyni boyligini ketkazadi, kambag'alni kambag'alligini ketkazadi. Zolimni zulmini ketkazadi, mazlumni mashaqqatiga chek qo'yadi. Huzur halovatdagi kayf safoda yashayotgan odamni mana shu narsalarni olib ketadi. Shuning uchun tez-tez o'zingga o'limni eslatib tur. Undan keyin sen boradigan, inshaalloh sen boradigan jannatni o'zingga eslat. Birodar, bir kun tug'ilding, bir kun ketasan. Seni hayoting safar. Tug'ilish degan bekatdan boshlandi safaring. Qabr degan bekat bilan tugaydi. Endi shu ikkala bekatni orasida qaysi o'rindasan? O'rtaroqdamisan yo oxirroqdamisan? Uni bilmaysan. Boshidamisan, o'rtamizdan xabaring yo'q. Buni faqat Alloh biladi. Eng yomoni nima? Ana shu arzimagan dunyo matohi ketganiga siqilib, ustingizga dunyo mashaqqat kelganda siqilib, bo'g'ilib, o'limni esdan chiqarib turgan paytingizda to'satdan o'lim kelib qolishi eng xatarli narsa. Eng yomon narsa shu. Bir solih kishi aytadi, agar menga bugun kechki paytga borib o'lasan desa, amalimga hech narsa qo'sha olmayman deydi. Nima degani bu? Agar kechki payt o'lasan desa, amalimga hech narsani qo'sha olmayman men deyapti. Nima degani bu? Chunki amalini imkon darajasida qilib yuribdi, qo'sha olmaydi. U tayyor o'limga. Hozir desa ham ketaveradi u. Biz u ertaga bir hafta yashaysiz desa, hamma ish tashlab ibodatga kirishamiz. Chunki amallarimiz ozda. Birodarlar, o'lim faqatgina jasad hayotining oxiri. Jasadimiz hayotining xotimasi, ammo abadiy hayotning muqaddimasi. Shuning uchun birodar, o'zingga tez-tez oxiratni, kengligi osmonlar yerdan keng bo'lgan jannatni eslatib tur. Bizni boradigan joyimiz o'sha, inshaalloh. Jannatga kiramanmi, kirmayman, birodar? Robbing haqida yaxshi gumonda bo'l. Jannatga kirasan inshaalloh. Shafaat bor. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning shafaatlari bor. Bir banda mo'min dunyoda iymon bilan o'tgan, lekin gunohlari ko'p. Do'zaxga hukm qilindi. Do'zaxga olib kirib ketayotganda, do'zaxning eshigidan o'tib ketayotib turib, ostonasiga borib, kirib ketayotib turib, orqaga bir o'girib qo'yiladi deyiladi. Orqaga qarab qo'yar ekan, xuddi bir oxirgi, to'xtatinglar deyishini kutgandaqa. Shunda Alloh taolo to'xtatinglar dedi malaikalarga. To'xtatishadi. Ey banda, nimaga orqaga qarading? Parvardigor, sen haqingda meni gumonim bunaqa emas edi. Seni bunaqa qiladi deb o'ylagan emasman men. Nima deb o'ylagansan? Ha, meni kechirib jannatga kirgizadi deb o'ylaganman deganda, to'xtatinglar, kirgizinglar jannatga buni deydi. Kirasan inshaalloh jannatga. Faqat iymon bilan yasha, iymon bilan o't. O'zingga jannatni eslat. Dunyoda mushkulalarni unutishing juda ham oson bo'ladi. O'limdan hech kim qocha olmaydi. O'lim hech kimni tan olmaydi. Hech kimga fursat bermaydi. Namrud zo'r hayot kechirdi. Oqibati nima bo'ldi?
Namrud yer yuzidagi eng katta podshohlardan bo'lgan. Ibrohim alayhisalom davridagi kofir podshoh. Qani hozir u? Ketdi. Firavun o'zining zamonasidagi eng qudratli podshohlardan. Dunyoviy maishati zo'r bo'lgan Firavunni. Oqibati nima bo'ldi? Shuning uchun birodar, jannatga kirishlik uchun amal qilib qol. Robbingga qo'shni bo'lish uchun amal qilib qol. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Jannatga kirganda maloikalar aytadi, sabr toqat qilib o'tganlaringiz sababli mana shu maskan jannatda sizlarga tinchlik, osoyishtalik bo'lgay va bu naqadar yaxshi diyordir. Birodar, bu dunyoda och qolsang, chorasiz qolsang, xafa bo'lsang, dardga chalinsang, haqlaring poymol bo'lsa, zulm ko'rsang, joningdan to'yib ketsang, sabr qil. O'zingga jannatni eslat. Robbing huzurida seni kutib turgan jannatni o'zingga eslat. Inshaalloh jannatga borasan. Agar mana shu e'tiqod bilan yashasang, zararlaring foydaga, balolaring esa Alloh tomonidan berilgan hadiyaga aylanib qoladi.